bugungi programmani davom qilamiz inshaalloh. Ekranda ko'rib turibsizlar, Zumrat Davud xonim xuddi boshqa bir qancha qarindishimizga o'xshash nihoyat tasdiqda vatanimizdagi zulmdan qochib chiqa oldi va u yerdagi bo'lgan ahvollarni chet eldagi qarindoshlarimizga bildirish uchun bugun har yerda xizmat qilyapti. Shuning bilan birga Uyg'ur qarindoshlarimizga ham bugun bo'layotgan masalalarni, shu yerda yuz berayotgan masalalarni bildirish uchun bugun bizning ikramimizga keldi. İnşallah davomli har zaman xalqimizga ovozimni chiqaribdi. U yerdagi zulmni anglitdi inshaalloh. Har vaqt bilan bo'lsa biz ikrarlarimizga kelib Sharq Turkistonda bo'layotgan Xitoyning zulmini sizlarga bildirishga tirishamiz. Qadr kechinglar muborak bo'lsin. Bugun kecha duoyinglar ijobat bo'lsin. Hammalarning ibadeti maqbul bo'lsin inshaalloh. Bu kecha bütün chet eldagi Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizning jumladan Sharq Turkistonlik musulmonlarniki bir kecha bo'lsin bedor bo'lib iymonlashishini, Qur'onga band bo'lishini, ibodatga band bo'lishini, duoga band bo'lishini, ya'ni bu kecha Allohga yalvorishimiz bilan güzel bir dualarımız bilan gunohlarimizdan mag'firat bo'lib, shu mazlum Sharq Turkiston xalqininki pat fursatda tizdan bu zulmdan qutulib chiqishiga bugun bir vasila bo'lishimizni, bu kechining bizga Alloh tarafdan nasib bo'lishini, qadr kechisi bo'lishini tilaymiz. Bugun programmamiz biroz qisqa bo'ladi, chunki inshaalloh birozdan keyin hammalar ibodat kirib ketamiz inshaalloh sahargacha. Bu kecha bir qadr kechisi bo'lib qolsa ajab emas va duoyimizda her zaman Sharq Turkiston uchun, u yerdagi mazlum millat uchun duo qilaylik. İnşallah ben sözünü uzatmasını hemen Zumrat Davud Hanım'a beraman. Assalamu alaykum Zumrat Davud Hanım, ikramımız hoş geldiniz. Merhaba. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Allah razı olsun. Tunji qitim bizning ikramımızga keldiniz. Sizinki chet elda qilayotgan faoliyatlaringizni ko'rib turyapmiz. U yerdami Uyg'urlarda bo'layotgan zulmlarni anglatish uchun qo'lingizdan kelgan xizmatni qilyapsiz va tor dunyosida ham Facebookda, WhatsApp to'plarida bo'lsin, siz xalqimizda yuz berayotgan naq maydon bo'layotgan zulmlarni davomli yo'llash orqali qarindoshlarimizni bundoq bir qo'lingizdan kelgan bir tashviqot xizmati bilan shug'ullanyapsiz. Uning uchun men oldi bilan rahmat aytaman. Eng muhimi bugun sizdan oladigan javob, o'zingiz bilasiz, bu Xitoy virusi chiqqandan keyin yana bizning xalqimizdagi nimalar, zulmlar biroz unutilib qilyapti. Kishilarningki diqqati virusga bog'lanib ketyapti, virus bilan band bo'lib qilyapti. Uning uchun u yerdagi zulmni har vaqt eslash, har vaqt bilib turishimiz uchun sizlardagi tirik shohidlarning so'zlari, javoblari bizga nihoyat muhim. Sizlar tirik shohid, o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar va o'zinglar tatib chiqdingiz shu azobni. Shunga avval sizni bir qisqacha tanishaq deymiz, ya'ni oldi bilan o'zingizni qisqacha bir tanishtirib bersangiz, undagi temaga kiraylik. Marhamat. Xo'sh, ekranda o'zingiz ko'randingiz? Men ko'raman. Men ekranda bor. Men ko'rdim lekin. Men Urumchida tug'ilib cho'g'ildim. Bizning oilada shu dadam, opam ikkalasi pensiyaga chiqqan ishchilarki, hukumatning ishchilari. Anadan keyin men 2005-yili to'y qilgan. Yo'ldoshim shu hozirgi bolarimning dadasi, 3 bolamning dadasi. Yo'ldoshim Pokistondan. 3 balam bilan yo'ldoshim 2015da Amerikan vizasini olgan. Anadan keyin bu berib kelib Amerikaga chiroyliga, yaxshikan, go'zalkan degandan keyin biz shu bolalarni olib chiqib bir ko'zdima degan asosda shu 2016-yili men Amerikan vizasini olgan. Shundan keyin shu 2016'dan keyin shu 2016'ning oxiridan boshlab bu hamma odamning pasportlarini yig'ib hech qanday odamga burunmi pasportlarni yig'ib qo'ygan, lekin to'y qilganlar bo'lsa to'y xatni ko'tarib borgandan keyin ularning pasportlarini qaytarib beradi. Bundaq pasport yig'ish burunmi bo'lib qo'ygan, jiqqatim, kurman qatim. Endi keyinlardan biz aloqib to'y qilganligimizni isbotlashga mana to'y xatni ko'tarib berib, bizning muhim ishlarimiz bor, barimiz kelimiz desak beradi. Mushu qatim 2016-yili chiqqandan keyin mushu vizani urquliblar zodi ya shu. Nimaga Urumchiga qaytgan vaqtimda pasportni ba'zida deb evadi. Biz o chaqda o'nchilik bakalaqa cho'ng, o'nchilik hamma odamlarnikini biroq yig'diganini bilmagandan keyin
Yani to'y xatni ko'tarib berib, biz to'y qilgan tursak yig'amsizlar desakmi, hamma o'xshash. Qandaqlardan bo'lsa yig'imiz deb shu 2016-yilning oxiridan boshlab pasportni yig'ishga boshladim. Bu endi keng ko'lamli odam tutish, bu ishlar burun endi ben Ürümçi'de tug'ilib cho'ng bo'ldim, Ürümçi'de yashadim, lekin bizning ayada 2016ning oxiri boshlandi, lekin bu Qashqar, Xotan va boshqa zut taraflarda 2015 başlaplar degidek endi. Hali qanday siyosiy o'g'inish, ancha-muncha dadiyga yig'ib qaytalatdi, nima qilish degandek ishlar shu 2015dan boshlanib ketdi. Siz o yoldaşınız Pakistan vatandaşı şunami? To'g'ri. Yani sizin bu zulümden yani şu kampıdan qutulup çıkışınızda şu yoldaşınızın Pakistan vatandaşı bo'lishi sebepçi oldu mu? Yoki asası çıkalışınızda bir yoki sizni bilmay chiqarib o'tib qoldimi Xitoy? Yo'q, unda ish yo'q. Men shu kampaga kirib yotgan vaqtim meni 2018-yili 3-ayning 31-kunisi to'satdan saqchiqondan chaqirib shundaq ketgan bo'lsam deb. Uning oldidan atrofimda nurg'un odamlarning shundaq o'g'inish deymiz, endi bu yerda hammalar lager vatandan chiqib men lager deb anladim. Bo'lmasa u yerda hamma o'g'inish deydi. Siyosiy o'g'inishga olib ketayotganligini haqlarni başta 15 günde çıkarken, 20 günde çıkarken degan gaplar bo'ldi. 15-20 kun o'tmadi, chiqmadi. U atrofdagi hamma odam biz shunchaki dakki-dukki yashaydigan bo'lib ketdik. Ba'zanlari uchsida kiyayotgan kiyimlarni olib ketib qoldi u yerga. Andan chiqolmadi degandek. Shu bu keyin bu ishlarni surishtirib qildik. Boshda bu ishning boshlanishi amaliyotda bizni hammamizni şu 2017-yilning boshlaridan tortib telefonlarimizning hammasini dadiydan, shodiydan, masalan, boshqa yerlarda bo'lsa, shodiydan, aholilar komiteti hammasi deymiz, ashta xiyarlarga bizga uqtirish topildi. Hammalar telefonlarni olib biz bekorlik tekshirib beramiz. Telefonlarda qonunsiz app bo'lib qolsa, bu applarni hammasini biz hozircha kamchilik qilamiz degandek endi. Biz 7 yoshli 70 yoshgacha hammamiz telefonlarimizni shodiyga akirib bir uskunasi var ekan, şu aholilar komitetidagilar hammamiz u uskunada biz telefonlarimizni tekshirtdik. Tekshirtgandan keyin dedi, tekshirtmagandan keyin masalan Jimuzan deydi endi bu yerda 300 metrda bir 500 metrda bir saqchining ashlarning tekshirishiga chiqib qolsanglar, o'chaq jil kesilib ketiblar degandan keyin endi biz bilmaymiz bu telefonlarni ba'zan bozordan oladi. Ba'zan ikkinchi qo'l telefon deb qoladi. Burun ishlatgan bo'lsa-mu chiqadi, cho'qin tekshirtinglar dedi. Ma'qul deb hammamiz uni shu aholilar komitetiga kirib, u mashinadan o'tkazdik. Ba'zanlarniki 15 minutda chiqadi ekan uning natijasi. 15 minutdan keyin, anadan keyin sizning qo'lingizga o'zlarini yozib oladi, hech qanday masala yo'q degandek. Shu nurg'unlarimizdan telefonlarda masala bo'ldi, u chaqda gap qilmadi, voy ish yo'q sizlarga. O'zinglar kirib tekshirtgandan keyin burun olgan yoki ikkinchi qo'l telefon bo'lgandan keyin bu hech qanday sizlarga masala kelmaydi degandek. Bu bir asli bir qiltaq ekan amaliyotda. Shuninglar hammamiz u telefonlarni olib qilgandan keyin ba'zanlarga masalan Facebook, WhatsApp, qo'yya deb qo'ydi ekan, u qo'yya deganini ketan. Uni keyin surishtirib qilsak, bir narsalarni tez telefonga tushagili bo'lgan bir xil app o'xshaydi, u bir narsani ishga kelgili bo'lgan degandek. Ashunda applarni tushaganlarni bir boshdan tizimlab, ashunda o'zlari app qoldi u narsalarni. App qolgandan keyin biz endi o'zimiz ixtiyorligi bilan tizimlatgandan keyin bu uni kamchilik bo'ldi deb o'yladik. Vatandaşlarimiz ashta oldu. Ondan keyin bu boshdagi bu ishdan keyin bir 15 kundan keyin shu saqchixonaga chaqirib, sen o'z vaqtida telefoningga WhatsApp tushirib kelsa, yo Facebook tushirib kelsa, yo qo'yib tushirib kelsa deb telefon orqali telefondan masalalarni ko'rsatib, boshda hech nima demaymiz degan Xitoy gapida yana o'ylab, butun telefonda masala bolaning hammani kirib ketdi. Yani WhatsApp tushirganligimiz uchun yoki WhatsApp, Facebook, yani qo'yib deydigan, qo'yib degan nima ekan bilmadim. Hattoki qir bo'ylar mening dadamning batashachida u azrab ketgandan kunda aholilar komitetida uyga kirib telefonlarni tekshirtinglar degandan keyin mening dadamning aniqligida bir 100 ko'chan gapirgan bir telefoni bor, to'pirlar qayerlashib turgan telefon. Ashtoq telefonlarni ko'tarib kiribdi. Kirgandan keyin bu telefon bo'lmaydi, sizlarning shu to'rga chiqadigan telefonlarni tekshiraymiz. Shuni u telefonlarni tekshirib bo'ldi, tekshirib bo'lgandan keyin 15 kundan keyin saqchiqondan tutun tutab
Sen koyuya çürüpsen, layya çürüpsen, yana birini çürüpsen, Facebook çürüpsen, körüpsen degende. Ondan keyin u bir qatar u telefon to'g'riliq tutilib ketdi. Ikkinchi qarorda butun chet elda tutquni bormi? Yoki chet elda aloqalashganmi? Yoki burun chet elga chiqib boqqan, ashundaq ahvollar bormi degandek. Endi men sayohat idorasiniki o'rinlashtirishda men nurg'un davlatlarga bordim sayohat bilan. Jiq davlatlarga bordim, lekin birsiga men o'zim shaxsiy chiqib boqmadim. Hammasini shu Şinjan Yaşlar Sayahat İdaresi deydi. Şu Sayahat İdaresi olan ömek bilen çıkıp kirgen. O ömek bilen sayahatga çıkkan bilen mi? Oldun ala 3 gün bizge ders ötüdü. 3 gün ders ötüp o chet elge çıkkan vaqtida Uyg'urlar olib paransanmaysizlar. Uyg'urning aşqarısa kirmaysizlar. Urug' tuqqaninglar buqqasimi chet elde ular bilan ömekdan ayrılıp ko'rishmaysan. Vatandagi hech qanday ahvollarni qandaq siyosiy ishlarni demaysizlar degandek ashunda urinishlar bilan olib turdi. O chaqda malaqi atrofdagi odamlarni boshda ashta tutib ketganligi uchun darhol biz sayohat idorasiga berib nurg'unlarimiz başlamışlar. Azraq boshlangan vaqtida biz sayohat idorasiga berib chetga chiqqan isbot ilib chet elga chiqdik isbotimni turdim yerda. Falan davlatlarga chiqdi degandek isbotlarni oldik endi. Endi saqchi so'rab qolsa, mana sayohat idorasi bilan hukumatning idorasiga chiqdik deb ashtada qilsak, keyin u o'makida chiqqanlarni tutib ketdi uning orasida. Uningga qaramadi. Hattoki biz necha qatim sayohatga chiqqan bir ochimiz tog'larimiz borki, ularga boshqa biz isbot qilib borgan vaqtimizda bizga isbot yetmagan. Keyin o bicharalar berib, endi ularning jutlardan kelgan sayohatga borganlar bor. Masalan, Turkman deydi, Pichan deydi, Aqsu, Qashqarlardan Urumchi kelib, Urumchi orqali mana chet elga chiqqan sayohatchilar bordi bizdan, safardoshlar. Ularni menga telefon qilib, endi u safarda billa u yerga borgandik ular tağa aka aca deyishib qoldik. Shu bicharalar telefon qilib, bu sayohat idorasiga alaydan Tashkent xotandan kelib Urumchidagi sayohat idorasiga bosh etgan. Mushunga isbot yesbiringlar desa, bizni yuqoridan sayohatga chiqqanlar isbot yesmanglar degandi. Deb u isbotni to'xtatdi. Shuning bilan bu sayohatga chiqqan deydi, bu urug' tuqqan yo'qlagan deydi, Turkiya bo'libmi, Turkiya, Dubay, musulmon davlatga chiqqanlarning ish qilib, hammasini degan ikkinchi qaror bir qurib supiribdi hammasini. Yani yig'ib aytganda, shu telefonga WhatsApp, Facebook tushgan, yana ko'yya degan narsani tushgan, va chet elga chiqib kirgan, Türkiye, Dubai, Saudiya Arabiston bu yerga chiqib kirgan, yani banalan bo'lsa, shu insonni tutqidek bir narsani tutib turib so'laverdingmi? To'g'ri, biz kichik vaqtimizda bir masala anglaydik, esinglar bormiki, Shapkangni 10 kaymadan deb yo'lbos to'shqani bo'za qilgandeklar. 10 kays yana manda kaymadan degandek. Shu ashuna o'xshash bu misolni Xitoyning Uyg'urni bo'za qilishni dal shunga o'xshatsak bo'ladi. Yeli 10 kaymadan, yeli ta'tir kaymadan degandeklar. Shunda to'g'ri bir usullarni hal qilish uchunmi yanalar aholilar komitetiga shunchalik bekalaqi huquqni berayotgan o'ylab boqamaysiz. O saqchixona bir yana qoladi. Aholilar komiteti degandikin hammamiz bari joyimizda jim turolmaymiz. Aşında onun dinkin bırakılan bu tuqqan buluş siyaseti başında ketdi. Xitaylarni her birimizden ailege, öylege, her birisiga. Mening 3 balam var. Birisi 7 yaş, birisi 12 yaş, birisi 14 yaş. Men, hem yoluşum çetelek oğandaki onunla fakat nim kılanmadı, o tuqqan buluş kılanmadı. O çetelek kılmaydıken. Şu kalgan tötümüzden oğlumdan bir kotu kişi malım. Kızımdan 12 yaş kirgen kızımdan 21-22 yaşlarda bir Xitay balası. Kızım küçük 7 yaş kirgen balamdan bir mektep bir çoğun bir adam emdi umu. Xali çoğun. Er kişi. Anın dinkin mening bir Xitay, o Xitaylarning hech qandaqini surishtirmaysan. Sana biz onu ahali komiteti o'rnashtirdi ularni. Sana bugun biz bir tuqqanni tunishtirmiz. Bugun kechqisini u yerga keldi. Shularga sen yaxshi muomala qil, yaxshi o't. O seni u yerga kelib qo'nadi. Agar yuqoridan buyruq chiqib qolsa, sen uni uyga berib yotsan degandek. Bu Xitoylarga doim biraqli telefon keldi danga bu uqtirish yuqorida biraqli tushundiki bu 4-5 meni u yerdagi 4 men ishkiran hozir shu Xitoylarninki rasmlarini chiqardim. Bu bir shirada tamoq yeb o'ltirgan suratlar bor ekan. Xo'sh. Ular kimlar? Ular boshqa oilami yoki uning asl Xitoylarmi bormi? Chunki ma'noda toz aniq ko'rinmadi menga. O'zingiz ekranda chiqmagan bo'lsangiz men tushuntirish bersam bo'ladi. Ekranda men ko'rmadim. Shu masalan
sizin oğlunuz varken, kızınız varken, ondaki ma bir Xitoyninki oğlunuzga bir narsa bergen bir surati bor ekan. O aşında qanday ularga yuqoridan biraqla bir uqtirish tushidi ekan. Uqtirish tushganda bu 4 yil Xitoy nereden ünüdü ekan shu kunisi manga xabar keldi. Bugün tuqqaning keldi. Yotqini pakiz olsun. Bu Xitoylar bilasiz o akşamisi işlerini jumuşumayki putunu jüp yatadigan Xitoylar bu. Putunu jüdigan desi tayyor olsun. Lüngini yenidan alasan. Yotqan köpünün qaplarını qaytadan qaplaysan. Ular kelganda çoqum öýlerin ratlik boluş gerek. Öýlerin tazalıq boluş gerek degende aşındaq bizga besim keldi. O Xitoylar şoňlarni käş olganda işden düşüp keldi. Ya qaraslardan biz tamaqasda qışımızga kep resim düşüp alıdı. Toxta biz bir resim düşüp alaylı biz yuqorga avatimiz dep ularning vazifasi bar oxşaydı. Ular kelişden burun bizga sizler ma bu tuqqunlardan näde işleysizler, nima iş qilsa, qanchalik pul topsa degandek savollarni so'ramaysizlar. Faqatlar o'zinglarning biz deb birdikanmiz ularga ishki sirlarimizni. Ulardan biz so'rash huquqimiz yo'q. Masalan sen kim o? Sen nima ish qilsa isming nima? Ismini ham so'rdik qanday o'yga kelgan ekan. O o'zlari bilib hattoki bizga kim ekanligini nima deb bermaydi. Men falonchi ya falon idorada ishlayman ya bunda demaydi. O'zi kelgan to'rt Xitoyning hammasi masalan resim tushish uchun masalan to'rt Xitoy biroq kelgan bo'lsa, men yiliq o'zimning tuqquni bilan bir yerda tamoq etgan bo'lib resim tushib, shunchalik yasalmalikdan u. Shunchalik yasalma. Endi qizim dedi, bir dava o'g'limga uydagi narsani, o'zimning narsani u uyda qo'yib qo'ygan narsani bergan bo'lib resim tushib, yaxshicha qilish uchun. O turbanda uydagi uyimda bor sut u akab balamga bergani yo'q. Yilidan yili o tamoq etgan bo'lsam, mening qizinimning qishiga kelib qochirgan bo'lib resim tushib ularning maqsadi faqat resim tushish. Oqshimiz qotirsiga yotgan salaman demaysiz. Ya'ni oqshimiz salaman ulardagi birga yotsa deydigan bu bir nimasi bor o'xshaydi, mana shu tuqqaning bilan birga yotsa deydigan. Birga yotgan nimani suratlarmi chiqdi? Tor dunyosida bor. O mening qizimningki shu qancha ayol hozirgi meniki cho'ng o'g'lim 14 yoshga kirdi. 14 yoshga kirgan o'g'limniki aholi komisiyadan menga o'rlashtirgan tuqqani shu Xitoy. Maqta ya. Shuning bilan u yotgan kirgandim rasm tatsa deydigan vazifasi bor ekan shu. Nurg'un telefonimda nurg'un rasmlarim yurib bitdi. Bo'lmasa Xitoylarning hammasi yoqqa rasm bor deydi. Telefonda. Shuning bilan qilib qolganlarni sizga o'ylab shu aşında qatırsıq yatıda bu Xitoylar. Hammasi. Yani bu yerda men bir ders ayol bo'lib qolsa, ayolga bir uyga o'ran salaman, Xitoyga bir uyga o'ran salaman. O resim tushirish uchun yana birdan qizimni birga yetib tursin deydi, yana birsini birdan yetib tursin deydi. Endi men 4 Xitoyning ichida, buning ichida birisi ayol qolgan er kishi ikkisi. O'ylab taqam. Ba'zida er uyda yo'q bo'lib qoladi. Siz o'ylab taqam bu xo'rliqlar. Yani 3 er kishi bor uyimizda. Bor 3 er kishi yuqoridan bir buyruq tushidi. 3 er kishining hammasi biroq keladi. 3 er kishi bir xotin kishi. O xotin kishiga ayrim bir uyga o'ran salaman. Ularning yotqanlari, kirliklari, hattoki hamma narsa yangi bo'lish kerak. Ularningki talabi bo'yicha uchsiningki. Hattoki bularga har bir qitim kelsa ishlatadigan tish cho'tkisi, sopun qo'yishadigan sopundan tortib yangidan olamiz. Ashundoq buyruq bor bizga. Endi ba'zi yo'lishingiz uyda bor bo'lib qoldi, yo'q bo'lib qoldi. Masalan, mening yo'lishimga o'xshash ba'zi o'zining juda ketib qolgan bo'ldi, kelgan bo'ldi. Bu endi o'ylab boqamaysiz endi. Mushu 13 yoshga kirgan qizimning hammadan ejinishliq endi bu avvali men sizga deb aytaman. Rasmni ko'rsatsangiz bo'ldi ekranda. Bu kichik qizlar siz o'ylab boqing. 13 yosh kirgan qizlarni har bir qitim chiroyidan bir yaxshilik chiqmaydi o'qitayninki ko'rgansizlar. Chiroyidan bir yaxshilik emas bir. Har bir qitim ba'ziga bir qitim g'arg'ishib mas holatda to'xtadim. Ay, buguncha tuqqanlarni Uyg'ur tuqqanlar Xanzularning uyida yotib ekan. Bugun men seni gapini anglamaslikqa haddimiz emas. Uni sho'jidimizga allama burun deb qo'ygan. Tamoqqa chaqirsa cho'qim barisizlar. Tamoqqa chaqirsa ya uy mehmonga berish to'g'ri kelib qolsa cho'qim barisizlar. Yo'q deyishga ruxsat yo'q. Shuning bilan necha qitim menga telefonlarni urdi. Ay,
bugün ben kızını öyge berip ekitey, ekitip etigenlikken mektepke ekep koyay. Nege ekitdi eken kızınızны? Uyge. Özünün uyge. Endi bugünkü kasıttan gelip bizanlık bilen murpaqtı telefonunu barışık qatım. Bugün Şöçüden telefon keptike ama bugün Uygur tuqqanlar kansularniki deyatdikan go bugün ben kızımni etkensem bulam. Bunundan mı artık kolluk bolmamız gerek insana? Yani bu mındaq bir sualni sizga so'rab o'tib ketay. Xitoylar bizning dushmanimiz emas, Kompartiya bizning dushmanimiz. Xitoyni dushman deb tonib olsak bo'lmaydi degan bu gapga voy jipdan jig'lisigacha bu shov chiqdilarni qon qinig'ichilik birsiga ishonishga bo'lmaydi unda Kompartiya o'tapasdan bu gapimiz hozir nihoyat muhim bir gapchu. Masalan hozir dunyoda ular deydiki biz hozir chet eldagi ajnabiylarga, chet elliklarga nimani anglatamayapmiz. Ya'ni bu Xitoylar bizga tajovuz qilib kirdi. Tajovuzchi Xitoylarning hammasi bizning dushmanimiz. Desak bu ya bu sizlarga Xitoy emas, shu Kompartiya, diktator, kommunist rejim sizlarga qildi deydigan narsa g'arbdimi ig'ir bu tushunchu. Chunki ular o şekilde qaraydi. Demek men sizning gapingizdan demek shu Sharq Turkistonga kirgan har qanday bir Xitoy mana shu darajada bizga zulm qilyapti degan gap. Yana shu kichik qizing necha yoshga kirganda qizingiz? 12 yosh. 12 yoshlik bir qizvolni uyimga kitib akab qo'yma degani hamda dunyo tarixida hisobda manda chiqib aytganda bu hamda bunday bir zulm yo'q dunyoda. Palestin Yahudilar o bu deydi. O Yahudidan birisi bir Palestinlikning qizini kelib men mani uyimda yotqizib akab qo'yay degani yo'q bugungacha. Xo'sh. Nurg'un gaplarni men yo'lda shunda yushirib keldim. Chunki qizval degan so'z chidamaydi. Uya buyala ketgan vaqtlarda mushunda ishlar bo'ldi. Bu ishlarni mentaqa bir hech qachon og'zimga ilib demedim desam, o qani qiziq adab albatta bir cho'q ish chiqadi. Mening o qanchalik qochirganimni o qizimni. Kunda maktabga ba'zida avatmayman. Ya qaraslarning qo'lig'ilik javob deganda chaplab og'rib qoldi, mijoz yo'qdi, olmavdi. Xitoyning Uyg'urning Xitoyning uy berib qo'ndi degan kunisilar qizimni og'irtib qasdan maktabga bag'izmayman qarab. Oxiri bularning bir siyosat tushdi yuqoridan. Endi Uyg'urlar berib tuqqanlarni uy berib tamoqlanib birga o'tirib tamoq yedirkansizlar degandek buyruq tushdi. O chog'da biz bordik. Shu ko'ringizlar rasmni men sizga aytdim. Yiliqini xuddi bizning uyga kelib rasm tushishga rasm tushib yotganlik hammasini tashviqot qilishga uringan Xitoylar bizni endi o'zining uyiga bag'izib tamoq yeydiganga yuqoridan vazifa chiqdi. O tamoqning jo'zligi, kasal, furaqchilik chidiqilmaydi. O tamoqni endi biz bilimizga Xitoyning tamog'ini majlik vaqt jiraqdan ko'rsakmi ko'nglimizda shu bizning o tempuraq, o narsa kerak emas Uyg'urlar. Yiliq bormasa, yiliq sizga ko'rsatdim bu daftarni. Bu shu daftarga hammani aşırıcı. Aşını siz ikirang'im ko'rsatding, men mas'uldan chiqarishga tirishay. Ikirang'im ko'rsatding aşını. Mana shunda 95 dan yuqori og'anlar layoqatlik 95 dan tuvan og'anlar layoqat 90 dan tuvan og'anlar layoqatsiz deydi. Buni har bir qatam biz bayroqqa chiqqanda mana shundaq shirtasi bilan natijada bayroqqa chiqdim, qanday bo'ldi? Buni ko'rib Mishalki nurg'un muxbirlarga hayron qoldi. Buni qarab bunada mana shundaq izohatlar bor, hozircha. Ma keyinda nurg'un izohatlar bor ekan buniki. Buni har bir shu dushanba kuni bayroq chiqqan vaqtimizda o bayroq deganga 2 soat cho'qim tayyorlik bilan chiqishimiz kerak. 2 soat. Chunki u yerga chiqib bayroq chiqarib bo'lgandan keyin Kompartiyani madiylaydigan, Xitoy qo'shinlarimiz bilan o'tayotganligimizni madiylaydigan, Xi Jinping tog'imiz deb turib o'qidigan maqolalarimiz bor. Shundoq o'qitqizdi bizga Xitoyniki. Yani mesela bir daskanning surti ekan, buningda o'tirdi bir go'shtlarning bir narsa turdi. To'g'ri aytibsiz. Masalan buni bu rasmchi. Shu narsalarni aşağıga tizib, cho'shqining go'shtlarini deydi, endi bizga yuqoridan buyruq tushdi. Sen mushuni cho'kini ilib, men bilmay Xitoy yashadi bana. Endi eng yaxshisi yegan biz xavf uchun tayyorladik buni. Biz endi uni yo'q biz yesak harom dedik-mi bo'ldi, biz siyosiy yo'lga chiqib qamoqni o'zimiz yemaydigan harom deyishmi biz uchun bir siyosiy jinoyat hisoblandi bu yer. Biz harom demaymiz, biz ko'nmadik buni yeydiganga. Biz ko'nmadik buni biz yemaydiganmiz.
dep aşında ben azalda yapakmagan hem bunu yiyişten korkmadan nima alqı. Yiyişke künmegen dedim. Desem onda kılma. Sen hiç bulmasa muş göğsünü ağzın kamışta ekilip yavatkan şeklini çıkarıp bizge yukurdan buyruk vat dedi de Xitoy qarab. Yani aş Xitoydagi mı besim qildi ekanda? Çünkü kim bilir tuqqan boldi, onun aş baştan oxirsig'ichalik ele Xitoyga. Aş uyda nim boldi, nima qildi, kim bilir ko'rashdi, kim bilir tuqqan boldi, kim bilir aloqa qildi, kim bilir qanday munosabati bor degandek endi hammani aşlardan mı öyle bir so'rab yüzden de Uyg'urlarni uyiga bordim. Tudu sen qanday ta'sirat kelding, qanday ekan buni oilasi, kimlar bilan aloqasi bor ekan, ya siyosiy bilan mudda chetishib ekan, uyda Qur'on bormi ekan, ya joy namoz bormi ekan, ya isig'liq masalan biz musulmonlarda endi bir narsa isbolimiz ham Alloh Rasul degan xatlarni. Attaq narsalar bormi ekan degandek. Yani sizlarni kuzatdi hisobda. Albatta. O her bir qatım kelib so'rgan savollarini anglaydigan bo'lsangiz ajoyib bir qiladi. Hattoki shu maktab bolalarimning tuqqanlari bolalarimni uyiga ayrim akirib olib, ulardan "Sen opang namoz o'tamdi. Sen bitapaqanmi burun? Sen o'tigan bo'lsang qaysi tarafga qarab o'taysizlar?" deganda shunda qiziqib, kichik bolalarni aytib turib, akaga narsani berib turib, siz o'ylab baqing, mening qizim shu chog'da 6 yosh, 5 yosh vaqt endi. U qiz va u kichik bola albatta unda tutulib ketgandan turaman. Masalan, maktabga berib, maktabning oldiga berib, nima maktabdan u bolalarni Uyg'ur bolalarning maktabda, Uyg'ur bolalarning hammasi kichik bolalarni yig'ib olib, anjantingning saqchining odamlari bir uyga shu qato tizib oldi degan bolalarni. Bu bolalarning mening bolalarimning dadi bekchi bu to'g'riliq. Her birisini başka balalar ders okutkan Uygur balalarını ekirip aşağıya. Senin dadang namaz ötemdi, apang namaz ötemdi, cuma günü ötemdi ya fakat olmasa. Uyanlarda apang mıda uzun kiyim giyemdi, ya ki olmasa mıda öyle Allah diyen gapını dep bakamdı, ağzından çıkıp bakamdı, dikendek onda su Allah diyen. Neydi var bu balaları mı besin? Bizden o ülkeye Xitaylar mı del aşında? Ben bu meyli o Xitay'a özlemdeki layıklı cevabını vereleyim. Bu küçük balalarının mı birden tutkunu var? Balalarının mı aşlar? Her bir kıtım kelgende aşlar su Allah'ını soraydı. Namaz seni bir kıtım cümeye apır paktı mı? Dadam Pakistan'sına apır paktı mı? Apağa vaxtıda aşağıdaki meclislerge seni cüro dep bile ekirdi mi? Aşındak tetiksiz su Allah. Yani bu bütün Şarkı Türkistan halkıga umumi. Elbette hemimizden var. Ben küçük bolamdı, çoğun bulamdı. Mening 5 yoshlik bolamning battı dedim ki 5 yoshlik bolamning tuqquni battı şu çağda. Yani o aş ballarını aldap, ballarını dügüzüp tutulup ketken aileler köp tane. Cek küçük balla bilmeydi o sadda. O 4-5-6 yaşlık balla nemine bilir. Elbette deydi de. Evet deydi o. Allah deydi o. Cuma günü namaz deydi. Dep ballarının ağızdan. Şu gepni elivelip ana denken o senin balan çıkbal yalan sözlemeydi o. Sen namaz deydiken sen. Demek şu Xitay aştağı kılıp hizmet gösterge okşumamda şu nemege acı yerlik hükümetki yani komitetga. Ola alaydan şu bizim Uygurlarning orasiga kirgan ishbuyun. Endi şu ailega akirgan ishbuyunda hükümetning. Unda bo'lganda bularni men bugun yana bir qitim es qildim. Bütün Xitoyninki terrorchi, bütün Xitoyning tajovuzchi, bütün Xitoyning bizga dushman ekanligini sizning gapingizdan anglab men hozir endi ümidsizlik bo'lmasin deyman, tugatdik deb qoldim. Yani bu qadar bo'lsa, har bir oilaga bu qadar agar mush shaklda davomlashsa sizningcha Uyg'ur xalqi siz shuni ko'rdingiz, ashadagi hayotni ko'rdingiz. Masalan, sirtlardagi Uyg'urlarning ahvolini ko'rdingiz. Kampda yetibsiz. Sizningcha Alloh saqlasin bugun bir qadr kechisida Allah bir duayimizni ijobat qilsa, birazdan keyin maylan duoga va ibodatga turamiz. İnşallah. Ma bir qarindishimiz yozibdi, men bu qadr kechisiga to'g'rilab qopsizlar deb. Asli biz ayatiga to'g'rilagandik, ammo ayati Zumrat xonimning abay men bir qitim dedim bu gapni. Yana bir muxbirga nimasi bor ekan dal shu vaqtlarda Amerikada kunduz hozir. Shuning bilan biz bugungi to'g'rilab qoldi. Qilyapti aziz qarindoshlar. Mush ibodat, mush hozir mush xonimninki mishadi zulmni anglatganligim ibodat, sizlarga zulmni anglatayotganligimiz ibodat. Hiç bo'lmaganda zulmga qarshi chiqolmasakmi, shuni anglatishning o'zi bir ibodat. Buning uchun bugun biz buni nim qilaverdik.
o sirtdagi ahvollarni ko'rdingiz, ichidagi ahvollarni ko'rdingiz. Agar mushunda davom qilsa, sizningcha bu millat nima bo'ladi, Uyg'urlar? Voy, qarang, bu har birimiz bir mashina odamning o'rnida yashaymiz. Bu yerda mashina odam bor, u mang'is mang'adigan, to'rtuz turadigan, kallamizmi joyida emas. Yani her birimizden ailesinden 4'ten 5'ten adamlar onun içinde uruk tutkanları. Bu münafık Xitayının en eşeddi işi nima deseniz, bu bir adam bile ketmeydi. Sizin kılgan cinayetiniz yapılmış cinayet bu Uygur'un arasında unutuluk pek iş yok. Mesela siz bir ailede ben namaz okugan bular yapılmışsa 5 yılın aldıda namaz ötep gitkense yapılmış 3 yılın aldıda bir Xatmi Kur'an'a katlaşıp gitkense degende onda cinayetini pek adet. Eğer ben şu atalmış cinayetinin birini ben kıldım. Mening ailemning, mesela akamning uyi, acamning uyi, yoki yana bir nevra tuqqanlarimning uyi, sening nevrang, ya bo'lmasa sening akang, sening nevra achang o'z vaqtida namoz o'tibdi. Yoki bo'lmasa o'z vaqtida sen shu orqali yana birisining jazosi bor shu. Bu bir adam mesela kimning jinoyati bo'lsa, u shuning bilan ketadigan ish bo'lsa, mesela xeyli nurg'un qahramonlarimiz bor Uyg'ur orasida. Bo'ldi o'zim bilan ketadigan ish bo'lsa, deydigan ish bo'lsa. Hamma adam, hamma inson, hamma Uyg'ur o'zininki ota-onasini, urug' tuqqanlarini shu men qilsam, mening kichik bolasi turdi mana. Buningga keladi u gap. Yoki bo'lmasa men bir ishni qilsam Xitoyga yoki bo'lmasa bir cho'ng ishni qilay deydi. U mening ya falani dadam bor yashamagan. Uni misaq qo'ymaydi. Hozir chetdagilar ashtab hozir guvohlikda yoki da desa ana siz ko'rdingizmi New Yorkda bir so'z desam dadamni 10 necha kun solab qo'yib tugab ketganini bilasiz-ku. Ashtan hamma odam shundan azraydi. Bir inson bilib ketmaydi bu ish. Uniki navra urug' tuqqanlarga berib taqishib qo'yish. Sirtda qilib qolgan ash qiri cho'ri yoki ayol bolalardan masalan ash sirtqa reklam uchun deymizmi shu dunyoga ko'rsatish uchun bunday qo'yib qo'ygan ularning ahvoli-chi? Endi u yerdagi hozir abay bir deb o'tdim sizga mashinadan deb o'tamiz deb. Hozir bir appni sizga avatdim. Masalan o'qiyotganlar deyli. Maktabdami? Ha, maktabninki ishlari. Çünkü sirtdagi ijtimoiy hayotni xalqimiz anglayolsin yani. To'g'ri shu. Masalan hozir har qanday insonda telefon eng muhim o'rinda turibdi. Har qanday odamning qo'lida telefon bor, qo'l telefon. Bu telefonimizga hozir men sizga bir rasmni avatdim, skanerlaydigan. O skanerlasangda saqchining rasmi bor bir app tushadi. O app telefoningizning har kunda o bizga vazifa bor. Telefonning appni tushaganlar bormiki tushib baqsanglar, qanday do'xtayning appi ang yaxshi tushamanglar. O appni tushagandan keyin ekranda bunday bir yumbuloq Yaponniki nimasiga o'xshash bir narsa chiqadi. Bayroqining o'tirsiga o'xshash yumbuloq. Ash narsani bossiz o mashinadaqsiga cho'gilab kunda her kunda bir qatam onu çokum Jingwang Weishi deydi Xitoycha Jingwang Weishi. Aç Jingwang Weishini aç telefonda mesela içip kunda telefonunuzu açsız o bugün qimmatmi deb unutib endi. Çokum şunu bir qatam mana qilasiz 100 deb chiqadi. Biz bugün hech qanday gap qilmabdik deymiz. Agar aç telefonda bir qatam Xudoyimga omonat yoki assalomu alaykum inshaalloh mashallah u masalan u kirgizayotgan gaplari ularning masalan shu torning ichiga mushundaq necha xil gaplar bo'lib qolsa hali telefoningiz o'zligidan sayroq gap qilganmi birdamda soqchi kelib sen nima deb anda deding sen nima uchun manda deding sen Alloh debsa sen alhamdulillah debsa sen inshaalloh debsa bu arabcha gaplar nima uchun eshitsa bu islomcha gaplarni deb eshitsa deganda birdamda tutib hattoki men o'zbekdan kelgan urug' tuqqanlarimdan telefon kelsimi 5 minutga bo'lmaydi. Mesela bizden urug' tuqqanlarimiz Aqshuda urug' tuqqanlarimiz bor, o nevra aka aytishimdan. Ahvol egallab, mesela qanday ahvol deganda telefonlarni urib qolsa, "Ha, yaxshimi, mana qanday teshibingizmi, teshlab deymiz." Qo'yibdi 5 minut bu bo'lmaydi. Sen hozir Aqshuda telefon keldi, kim u? Nima sababda urdi deganda. Qanday bir mesela biz Urumchida bo'lib Qashqarga uranmaymiz telefonni. Qashqarga Urumchiga uranmaydi. Uzun yo'llik telefon hargiz uranmaymiz biz, hargizmi. Fakat hamimizga umumlashgan shu WeChat deymiz, Weixin. Shu Weixin bilan, undidor bilan ashunda aloqamiz, lekin har qanday vaqtda gapimizda shunchalik endi u appni tushirish majbur hammadamga. Albatta, u telefonni har qanday yerga telefon situatsiyasida u app bor.
yoki bo'lmasa u 500 metrda bir tekshiradigan soqchilar 300 metr ba'zida 300 metr bor. Har birisida 20dan shu xizmatchilari bor. Soqchiga o'xshab qolgan soqchi bor shu. Har birisida 20 soqchi bor. Har bir jim o'zanda 20-30dan. Shu har kunisi kechda yoki bo'lmasa kunduzda ba'zida cho'ng tekshirish vaqti deganliklar bütün qo'royimizning teshidan taqaydi. Ishning oldida bash batmasdan turdi. Öy kirdi, iştlarını ilib. O bir ayda 2 qatam aşındaq çoğ tekshirish var. Öyge kirdi, nim bar, nim yo'q, örüp, çörüp, işte öyde Qur'an barmı, jaynamaz barmı, öyde pichaq barmı? Mesela çoğ öydeki pichaqlarımızdan da numarımız var, kimlik numarımız. Bu yerda biz bilinmayotgan bir masala var Zumrat xonim. Yana aşağı tur jarayonida bir şəhəb anlayan əvallarınla varmış, vətənin o yer bu yerlərdə qarşılıq göstərən qızlar, erkəklər, Xitay'a qarşı. Bunu biz çətəldikilər hazırlıca ən az ilavatqan məlumatımız şu. Əmdi o yerdə işqanda xəbərini, hətta ki biz özümüzdən vətəndə turub, ətrafdakı adamların nemiş bu atqanlığını bilməyimiz. Lakin Qashqardan şu bir xizmət tüpəyildən bir dostum aşağıya xizmətə düşdü, Qashqarda. Doktorxanda işləydigan, məsələn, Abdunum rayonluq birinci doktorxanda işləydigan ayollarnınki tekshirish doktoru deyil. Dostumuz Qashqarga nimaga bordi? Xizmat gruppasi bo'lib tushdi. Ularni 3 oyda bir, 2 oyda bir qatam shu Urumchiga oilasini yo'qlashga 10 kunlik, 3 oylik ya 6 oydan keyin ya 10 kunlik, 5 kunlik uy berib keldi. U dostum bilan bak yaqinman. Dostumdan anglashimcha, u dostumdan nurg'un ma'lumotlarni gaplarni olganman. Qanday desangiz, birinchi dostum u yak borganlik maqsad, sabab, oshadagi bütün komplektga ayollarning hammasi uzuk silish. Akirishdan burun ularni qo'shqilib bolasi olsa evitish. Ashunda xizmatlarni qildi. Hattoki Xotan viloyatida bir cho'ng ishlar bilan Xotanga bordim dedi. Xotanga tekshirish guruhisidagilar bilan tang bordim dedi. Basa bu qo'shmoq tuqqanlardan chataq chiqgan deb. U nim bo'pti desam, ayollarning hammasi turmada, ayollari yig'rayaq deydi. Ma gapingizni men tunji qitim anladim, ma chetelda anlab qolmabdi ekanman. Uni yaqin do'stimdan men anlaganimni anladim deyman, ko'rganimni ko'rdim deyman. Yo'q, yana jiq narsalar oshkor bo'lmabdi taxi bizga shuning qaraganda. Bizdek bir muxbirlar bugünkidek taxi Uyg'urcha paranglashib, haqiqiy dardini anlatadigan sahna bugun bo'ldi taxi. Bo'lmasa tarjima qiladigan nimalar. Men bu gapni bir takrorlasam deyman, ya'ni bugun qadr kechasi inshaalloh bugun uxlashni o'ylaganlar, bugun bu kechadan bir nasibini elishni o'ylamaganlarga nisbatan shu hemşehrilerimiz üçün bo'lsin bu kecha turib Allohga duo qilaylik deb. Ya'ni erlari turmada, men takrorlamoqchi bo'lgan so'zim bu. Erlari turmada ayollarning hammasi eg'riyoq deysiz. Do'stim o'z og'zimdan deb berdi, ya'ni bizning millat kollektiv bosqinchilik uchratimiz degan gap. Xo'sh, dal to'g'ri. Do'stimning deb berishicha, endi Xotanga borsak, qo'shmoq qoldan chataq chiqib emasmi deb men bo'ldi deb istiqlom qo'qqan qiyofat nima shubdi desam, ayollarning hammasini o'rganishib akirib fotolarning hammasi eg'rayaqga bir boshdan bola qilib chiqib ketdi. Bir boshdan bola oldiryapti. Bolalarni xotinlarni qo'shqirchi bolalarni moyoqdan uzuk savib bordi hammasiga. Tug'mas operatsiyasi qiladi deb. Xitoylar asta asma desam shu uyga kirib yot. Cho'qim yotsa degandek buyruqlar tushganda amal yo'q uni uyiga berib yotmang. Yotgandan keyin bu Xitoylarni jim yotmay ham shu asta ishlar bo'pti. Xotandagi bek eg'irga bu masala deganda. Mushu gapni siz da'votsiz masalan men hozir ya'ni tegi kirib boraman. O'zimning erkakligiga nomus qilaman masalan. Bu chet ellik erkaklik nima deysiz mushu uyg'onmagan, bu jihodga, bu jangga, bu Xitoyga qarshi kelmayotgan, ya'ni shundoq lalangishib yurgan bir uyg'onmagan bir turkum millat bormi Uyg'urlarning? O kep texim hayran qoldim. Men vatanda turib xili ozroq umidim botdi. Yana bir turib chet elliklar nemish qotgani biz uchun nima uchun o'rtirmaydigandi, dasturmaydigandi. Bular hech qanday ishni bilmaydi vaqacha. Bizning bunday izlab ketganimizni bilmaydi deb yashaydim. Chiqqandan keyin nurg'un odam dedi bu gaplarni oshkor qildi. Mehrgul Tursun boshqa gap dedi. Gulbara dash tafi u dedi. Umarkam tafi dedi. Tursun Yadash tafi dedi. Hammamiz deployatimiz ta hozirga qadar
Hazırgi kadar yana Xitayda ümit tutgan bolsa insan emasken dep oyladım ben. İnsan emas bu. Yani men anlagan bu Xitaylar Uyg'urlarga hamda bu yerda deyishga to'g'ri keldi. Basqınçılık kılıvatıdı, ayallarımızga müştak boğurluk kılıvatıdı dep anlagan, ama ma şekildeki munda kollektif bütün o mesela Xotan'da olsun, mayli qayerda Qashqarda olsun, umumen aşu hem erlarni akirkitip ayallar umumizlik ma şekildeki bu hakikaten bizga ig'ir keldigan bir söz mü? To'g'ri, albatta. Biz hozir Xitoyga qarshi nima ish qilsak bo'ladi degan yerga keladigan bir so'z bu bizni. Shu? Her bir nefeslerimiz haram olsun. Her bir vatanimizdeki Uyg'urni o'ylamagan her bir nefeslerimiz haram olsun. Ben vatandagi vaqtimda shu Ramazon bugun to'g'rilab bek yaxshi qildingiz. Vatandagi vaqtimizda hattoki Uyg'urning Xudoyim bo'lsa Alloh qolsa dunyodagi Uyg'urning inshaalloh tutgan ro'zasi, o'qigan ibodati, namozi hammasi Xudoyim birinchi bo'lib Alloh ko'rib turdi. Birinchi mush Uyg'urning ijobat bo'lsin. Men shu Ramazon vaqtida 2 yil Amerikada bo'lib qoldim. Ramazonda Xudoyim bo'lsa onun oldidagi Ramazonda men vatandetdim. Bizning bilasizlar, bizning o Urumchi taraflarda o bir yerimizdan hech qanday derizlar bo'lmaydi, binolarning. Men qo'shnilarim bilan, hattoki qo'shnilarim bilan o'tirib shu fikrlashib, mana bir yerga kelib o'tirgan vaqtimizda ashta degan Ramazonda tutmasak bo'lmaydi, Allohga mushunda azroq sinab beryapti bizga. Shunchalik umidda bizning Uyg'urlarimiz. Bizga azroq sinab beryapti. Biz bu sinabdan endi biroqlam alqi o'zimiz bel qo'yasak bo'lmaydi deyishib, ashta hammamiz ashta qildik. Kunduzi tamoqni etib olib, oqshomisi o'birni kirib yedik biz zo'liqni. Yo'ldoshimni necha qatim deb ketdi, Xudoyim Uyg'urning tutgan ro'zasi, ibodati birinchi bo'lib Allohga bordi deb. İnşallah. Bunu çoğum bütün dünyaya deydiğen sözken bu. Bütün dünya biliş gerekken. Yani zorluk yeydiğen nesi yok degen milletler oldu ya Afrika'da. Ama zorluk ne girip obrinin içinde korkuncudan ay zalim Xitayning sebebi bilen obrinin. Gün akşamız çırak maraydı qarab. Gün akşamız muş Ramazanlı kilidi. Bütün aşı 500 metrede bir aylık saqçılar. Maşin bilen aşı çırak maraydı. Kimning chiriqi shu kuni kechida uyg'onib esangiz yo'q, hojatxonaga chiqib qoldingizmi? Ramazon kunlari oqshomisi o'birniga chiqmaymizmi? Chiriqimizni ichib. Kimning chiriqi yangi aytib bo'ldiysa, ro'zsa deb aytibdi. Ma'u qarindoshlarninki savollarini so'rashga başlay. Aziz qarindoshlar, ibodatning kecha chiqilimiz inshaalloh. Men 1 soat bo'lsin deb o'ylagandim, herhalde 1,5 soatga bo'lgan bo'lishi mumkin. Nim bo'lib bu programmanın qadr kechasiga to'g'rilanib qoldi desanglar boy degandek shu. Vaqtimiz zich o'lab ketib, Atim xonimninki boshqa programmasi bor ekan. Shuning uchun buni hozir naq maydondan ham bahrilangan qarindoshlar bütün yani bugun bir duo qilaylik kechida. Duo qilaylik shu kollektiv bosqinchilik quchqayotgan millatimiz uchun. Shu so'rliqni o'birni deyotganlar uchun bir duo qilaylik. Inshaalloh bu kecha bir duoyimiz ijobat bo'lib qolsa hech emas. Çünkü bizim dua qilishdan boshqa hech qanday umidimiz qolmadi aziz qarindoshlar. Yani biz Amerika, Yevropa, o bu degan bilan Allah bizni qutqazmasa, bizni qutqazuvchi yo'q bu dunyoda. Qarindoshlarimiz debdi, har bir odamga birdan bir nazoratchi bo'lishni majburlabdi, o'zaro dushman qilib, o'zaro qilayotgan ish deydi. Bularchu deydi. Biz Uyg'urlarni bir-biriga silib, onun dinkine Xitaylarına kirip bir nazaret çıkılıp Uygurlarla Xitayını. Bunda şekilde Tovak etiş. 5 adam Tovak etiş dep onun isim koydu. Tovak etiş degenimiz aşındak birisi-birimizga 5 ailini birisi-birisiga chetib. Senin kögenlerin qo'shningdan ya bunun 5 ailini bir qilib qo'ydi. Sen anınkini deysa demesen bo'lmaydi. To'qim deysa 5 oilandagi shu san bilan ketish odamlarning atrofida nima ish qilganini deysa deb birisi davatgan demesang uni deb sandiqni ichiga solamiz. Yezib amitafon mundaq qilgan. Samitafon ro'zqan ashunda. Yani memnuniyet yanıtlarına okşaş, bir-birini... Nimeni deydi, mesela bir Uygur netini şunçilik demeymen degan holatdan nimisini deydi, demisiniz de sen bilip durup demedin. Senin çokum bir işi var, sen şunu yan bastı ya.
sen şunu yan basmasan nima deb demeysen onun gapini. Yani bir qarindishimiz so'rabdi. Nuriddin degan qarindishimiz mo'yin bir savol ekan. Vatan xalqimiz buninglik bilan tugishib ketiglikmi yoki Xitoyning dushmanligini haqiqiy tunib yetdimi? Xalqimiz, yani eng muhim yeri bu savolniki, xalqimiz bardoshlik bera oladimi deydi. Bunchilik bek men endi birinchi qatam manda sahnaga chiqib butun Uyg'ur xalqiga yani siz o'zingizning bir ro'yi altini shu Uyg'urlarni siz ko'rdingiz, shu xalqimizni ko'rdingiz. To'g'ri. Ularda bir umid bormi? Yoki bo'ldi biz tugashdik, bu Xitoylar bizni yeb ketdi, bir umidsizlik bormi? Ümidsizlik endi o birdan bir ümidi şu chet ellik Uyg'urlarda shu. Har bir qatim bir azroq bir xabarlar chiqib qolsa, mening atrofimdagilarim endi hanim bo'lsa chet elliklar biz umid bog'laydimi bizga? Albatta. Mush chet ellik Uyg'urlar umid bog'laydi. Umid bog'laydi. Men mana qilgan mikrofon tursin birinchi qatim bu Amerikaga chiqib so'zlaganda men shu vatandagi vaqtimchi o bütün toplarda hatta bizga aholilar komitetidan mikrofon tursinni qarlab maqol yozish, hatta öndarga chiqarish, balki meni qilganda hozir men deb so'zlagandek. Ashunda qilinglar deganda shu chaqda biz chiqarmasang bo'lmaydi. Cho'qim öndarga mikrofon tursin anda eski manda yomon deb yozsa, terrorchi ya bo'lmasa satqo degandek gaplardan chiqarsa dedi. Shu chaqda shuni chiqardik. Chiqargan bilan yani yurkimizdan ishimizda o'ylayapmiz. Xudoyim Hanım bolsa, sen bolsan mı çıkarlatsa çıkıp diyelepsen. Ben emas, benim atrafımdaki dostlarım bırak köyden bırak. Hemimiz özümüz işçimizde fikirleşip hanım bolsa, koy yaraysa degan. Yani Mergül Tosun'dan chet elga chiqib, shundoq bir nimqiyginni butun xalq uqtidimi? Shu dunyoga uqti rasmidan tartib shu Müşte yanlış çıkar resmeden tartib şu yerga chiqadi, nimaga to'rga. Undadarninki bir salonlar var, o mesela kanun o çiftçi vergan bir salonlar var, şu salonga çıkarıp mikrofon şunda qarlap zaten qarchapıldı, anda oldu, manda oldu, o aslında türmede yatmagan, o bu degandek. Am türmede yatmagan adam yatmadım deb demem. Şu çağda men barmın ama iniq qilgan. Sizga bir parcha rasmni avatdim ko'rdingizmi ki o bir televizyonning ostidagi to'rt ko'rgishga o'xshaydigan bir qizil bir monika va bir narsa. Men hozir ishkiram chiqardim shuni. To'g'ri, u butun do'konlarda bor. Hamma yerda bor u narsa. Do'konlarning ichida. Ularga menga o'xshash cho'ng bir daftani bor, masalan, cho'ng tijoratchilar qo'llanmasi. O qo'llanmani men ya rasm tatamoqchiman, ya akamoqchiman, bo'lmasa har bir do'konga birdan taqatqa u qo'llanmani. Deydi, qo'llanmada sizga bu apparatni tushirib berdik. Siz masalan do'kon odatdagi talla bozor ochmoqchi bo'lsangiz, do'koningizdan pichoq setib olsa, cho'qim buni besib saqchini chaqiring. Masalan, birasi Uyg'ur kirib, musulmoncha tamoq bormi deb ochganda bo'lib qolsa, u ustini musulmoncha ochganda nima tamoq musulmonchami tamoqing deb so'rab qolsa, cho'qim buni besing. Harom halolni ayrisa, u ustini basmay amal yo'q. Anadan keyin hattoki navoiy qalaga qanday vaqtki 10 nondan ortiq non olsa, uni cho'qim besishing kerak. Chunki 10 nonni oldi, u uyda cho'qim bir faoliyat o'tkazdi. Demak, u shu narsa, endi u har qanday Uyg'ur do'konlardan xotirjam bir narsa ololmaymiz. Masalan, pichoq, qaycha degandek narsalar bo'lsa, uni cho'qim do'kondan oldi boshlab soqchilarni chaqirib, akilib ma adam mandamada nas olib kelgan siz yana uni bilan birga berib, ularning maxsus ishxonasiga berib, ularga kimligingizni berib, o kimligingizni elib, o pichoqni tepsigisini kimlik nomeringizni sep beradi, anadan olalaysiz. Xotirjam berib, pichoq qaychi setib ololmaysiz do'konlarda. Yani ma bir qarindishimiz so'rabdi, sirtkilarninki ahvoli abay men so'radim uni. Buni qaytib qo'yadigan so'zingiz bormi sirtkilarninki ahvoli to'g'risida? Chunki nurg'un qarindoshlarimiz endi sirt deydi deb o'ylaydi-ku o'zining tuqqanlarini. Hem kampidan masalan bir oiladan 4-5 odamni kampga kirib ketgan bo'lsin, 1-2 odam sirtda qolganda deb menda o'ylaymiz endi. To'g'ri. Ama biz aniq ahvolni bilmaymiz, ama sizin deb berayotganlaringizmi shu 1-2 yil burunqi narsalar. Ama bugungi kunda masalan hozir bir yil yozibdi, hozir endi qat'iy chiroq yoqish mumkin emas ekan kechasi.
o çırak şundaqla yıkılıpla qalgandan keyin o saqçılı besip kirdik ya bu yerga. Hiç qandaq özgürüş yok. Çünkü mening endi özgürüş yok. Burunqidan çыңlaşıp ki hozir teqimit burunqidan bek ortib ketdi. Boşaydigan iş yok. Çünkü mening hozir men aloqalashamagan bilan mening yo'ldoshimning og'illari bor, Urumchida bor, Qashqarda bor, Qo'qonda bor. Men hech qaysi bilan aloqalashamadim. Çünkü mening yo'ldoshimning butun do'stlari bor yerda. Ancha-muncha boshqa ular yana Pokistonga kelib Pakistan kelganda deb turdi. Har bir qatam Pakiston kelganlardan ahvol egallab turibmiz. Qandayroq desak, voy bekchi. Burunqidan o'tib ketdi. Sana bir omad tushib ketyapsa, handim bo'lsa biz hozir bek nachar kunda. O nima uchun ishkirga ketayotganlar-chu. Ishkirga ketayotganlar. Undan xalqning xabari bormi? Bu ya'ni bormi degani masalan bir şey Xotandan u yerdan bu yerdan qizlarni tashkillab, o'g'illarni tashkillab, poyezdga besib ekitib olgan videolarni ko'ramiz masalan. To'g'ri, shunaqa men chiqarib qo'ydim. Ha. Shu videolarni ko'rgandan keyin biz o'ylaymizki bu nopusni jiddiy bir şekilde Xitoy azaltyotdi. Undan keyin Xitoyni abaysiz dedingiz. Xitoymi ma'lidagi komitetga xizmat ko'rsatish uchun yolg'ondan bo'lsin bersin uçuş olaylı tamoq nemisan umarsin uçaylı deb Xitoylar mecburlanıp tuttu bu yerda. To'g'ri. Unda bo'lganda men vatanlik vaqtimda bekarlik poyezd vardı. Her vaqt biz bekarlik poyezdda biz bilet aldık. Xitoylar bekarlikdi. 1044-ci, 1043-ci numaralı poyezd 59 saatda shu Jingjudan Urumchiga chiqadigan. Bu poyezdda men nurg'un qatnagan liq Xitoy bekarga chiqadi shu zaman 2001dan tortib bo'layotgan gap endi. Nima uchun desa Xitoyni ichqanmay kommunistlar ama judadan Şinjan yani Sharq Turkistonga chiqqilmay zo'lab nim qilgan endi-chu Xitoy shu bekarlik poyezdini nim qilgan. Endi hozir sizning gapingiz qaragan vaqtida shu Xitoylarni mecbur chiqqil turibdi yani. Albatta. Onun ustiga men mushqatim Erkin Osiyo radiosiga men nurg'un uchurni berdim. Chunki men yenib chiqqan vaqtimda Xitoyning bir nurg'un atlari bor, ama chet elda hech kim tushirib bo'lolmadi uni. Tushirib bo'lolmaydi ekan. Hozir sizlar faqat TikTok do'yingni aytib ko'ryapsizlar. Undan sirtmi men vatandagi ko'tarib kelgan telefonimda endi nurg'un shunga o'xshash qisqa video ishlaydigan applar bor-ku meni telefonimda. O telefonni endi o Xitoyniki telefon applari bo'lgandan keyin mening bir narsalarni yoshirib qilib balki oshkorlab ketmasin deb kelgandan keyin boshqa telefon ishlatib o telefonni egiz bir yerga qo'ydim. Kunda oqshimiz kecha uxlamadim kelgandan yaxshi. Chunki men uchun dadam tugab ketdi. Men dadamni endi hisobda men sabab tugab ketdi. Men bir minut vaqtimni men o'chilishdan boshqa ishga qarasam bo'lmaydi. Kecha uxlamayman video chiqyapti. Mushqatim Erkin Osiyo radiosiga Xitoyning telefon nomeridan topib berdim. Shu vatanga kelinglar, manchilik qiladi, anda qiladi, manda qiladi deganda. Shu videolarni ko'rgan bo'lsangiz, hammasi tashында vatanga Şinjanga kelinglar, manda afzal sharoit bor, mava deganda. Hatto telefon nomerini deb bersam Erkin Osiyo radiosida dejaka ajish telefon qilib. Qisqasan sen kelmanla deb kimlik bilan nopusingni avatgin, biz sana kiradigan biletingdan sirt manch pul beramiz. Sana hech qanday qasiyat ketmaydi. Kelsang 80 moya berdi. 3 yataqliq uy berildi. Yataq maktab, bolalarning maktabini ansirmaysan, yoki o'rta maktab, boshlang'ich maktab, hatto yaslidan tortib ansirmaysan. Bu yerni hatto telefon urgan vaqtida ansirma. Endi bu yerni urganlarni qilib, qancha saviyasi yaxshi o'xshaydi. Shular aslida telefon qilib biz hanzo bizimizda ko'chib bormoqchi. Ansirma bu yer Uyg'ur yo'q. Endi bu Aqsu Aral shahri, Aral Aqsu ta'vatli burundan hozir Aralda ana telefon nomerini shu app orqali topdim. Chunki bular e'lon beryapti hozir bo'lishiga. Kelinglar, kelsanglar bek afzal, bek yaxshi avval. Kelsanglar jonfoslar, hukumatlar yo'laydi, anda qildi, manda qildi degan. Hatto ular ko'chib kelganda yasaqliq uy. Yasaqliq un, may, guruch, ishga bo'g'chilik yap, birash bo'g'chilik yasaq, ya bilib bo'g'chilik. Sen man gap yotsa deganda. Hamma narsani hatto to'rlarga chiqarib ular tashviq qilib, mana biz kelganda uyni berdi. Biz kelganda ma yotoqlarimiz tayyor ekan. Sen ismingni kimligingni avatsanlar, hukumat sana pul berdi. Sen shu pullarni yakirsa kelganlikdan hamma hukumat o'rnashtirdi. Unda e'lon degan turning telefon nomerigachilik bor.
Onu kimden aniqlaymanız aniqlay alaydı. Hazırgacha bularning tashviqoti tizmidi. Chunki uyg'oq qolmadi. Hozir mana yaqinda biz bir sarqiliq, ma'lum bir sarqiliq mesela Qashqardagi burungi masalan uyg'urlarning nurg'un yerlari bor. Bir odamning 100 mo, 200 mo yeri borligini anglaysiz. Anadan keyin mosh 2017dan keyin unda cho'ng zo'r ko'lamdagi yerlarning hammasini tortib olib, bularga o'ziga tushib 5 odam bo'lsa 5 mo, ya 3 mo, 2 mo shunday o'zing yer terib yerni saqlab bo'ladi. Can ko'chirali saqlab bo'ladi deydigan yerlar bordi. Mush ish haftaning oldida Qashqardan kelgan ahvolga qaraganda hammasining ozroqmi bir pong yerni qo'ymay hammasini yig'ib olibdi. Endi u uyg'ur nima yeydi? Endi uningga zo'rlaydi shu. Faqat zavodda ishlaysa, sening ishing shu, zavodga berib ishlaysa, yoki bo'lmasa ishga borsa. Ya'ni ammo yo'q. Uydagilar zavod qilmagan, ya bo'lmasa, masalan, shu hukumat o'rnashtirgan ish faoliyat qatnashmagan debmi o'rganishga nim qildi, o'rnashtirdi. O o'rganish bo'lamdi u. O'rganish deganda nadan tepa keldi, yani o'rganish deganda yani nurg'un odamlar ziyoratga bordi, u qizlarning qarsam choshlarim turdi, biz basaqli chichimizda ketyapkan. Ularning va o'rganishda masalan lagerdagi adam ishkanligi ekanmi, 500% ishlamayman ularning. Lagerdagi adamlar ishkanligi. Ürümçi degan shunchalik kenglik, shunchalik bir hesabda bizning vatanimizning poytaxti hisoblanadi. Oshadagi odamlar burun men Qashqar xotin tarafdan vaziyat ching bo'lib ketgan holatdami bizning Ürümchida unchalik bo'lmaydi. Chunki u markaz azroq bir nima bo'ladi. Biz jinimizda va Ürümchida yashab, Ürümchida tug'ilib, men Ürümchining lageriga kirib chiqdim. U yerdagi har qanday odam u turmini kirib chiqdim men. Uni menga chiqqandan keyinmi, yo bo'lmasa kirishdan burunmi sizde biz turmaga kirimiz demedi, bizde şu dedi, şu ürgünüş kapırımızda. Ben ürgünüşten çıkardım, ben bilmem. Ben birimizden çocuklarını kisvette karsam, o aklı dolar diye, hadi ustoyunlar, sekret taklap yürüttü. O mu mecbur dana? O mu mecbur yani? Ya o mecbur ha. O belki onu mesela şu ahaller korkusta, bağlanlar hep oynayma da 100 kırsa. Mesela hazır miyade sizning xabaringiz bor, ayni tor dunyosida to'y qilayotgan videolar yamanchiq ko'ryapmiz yaqindan beri. Burun bir qizvolning qizil ko'ylakni kiyib chiqib, bir Xitoyga rozmansizlik bilan to'y qilgan bir suratni ko'rib, butun Uyg'urlar ya kichikkina bir videoni ko'rib, shunda qarshi chiqib, vijdonlarimiz qo'zg'ab, voy buni Yevropa ittifoqining oldida namoyish qilayotgan bir vaqtimizda shu. Vay muşunda qıptı, mana Uyg'urga bir Xitoyni majbur Uyg'urni to'y qildiribdi, Xitoyga beribdi deb shun dunyoga degimiz kelib ketgan. Bugungi kunda ham bu odatdagi bir ishga aylanib, ba'zi kunda qarasa Xitoy bilan Uyg'urniki to'y qilayotgan video yoki suratini ko'ryapmiz. To'g'ri. Men bir qarindishimiz so'rabdi, bu to'y qilayotgan ishlar qanday bo'layotdi debdi. Buni biz faqat sirtdan ko'ryapmiz. Sizning vaqtingizda buningki normal münasebet ahval qanday bo'ladi yani? Endi-chi bundan gap biz masalan bu hozirgi hayotimizdagini bir qizil chiroqqa o'xshatsak, masalan Uyg'ur qizil chiroq. Xitoy bilan Uyg'ur to'y qilgan bo'lsa, u seriq chiroq. Xitoy yeshil chiroq. Masalan, endi siz o'ylab boqing, bir oilangizda mesela sizin bir turmaga kirib ketgan, o'rganishga kirib ketgan bir urug' tuqqan siyosiy jihatdan bo'lib ketgan bo'lsa, uni mana shu aholilar komiteti hozir dallolga aylanib ketdi, dallol. U bevosita uyingizga kirib, sizga ideya xizmat ishlaydi. Qarang, sizning otangiz turmada, yo bo'lmasa andaq, mandaq nima sababdan kirib ketdi bilamsiz? Chunki sizning urug' tuqqanlaringiz millatni mana millatlar ittifoqligiga mana bir yaxshi ishlarni qilmagan, yo bo'lmasa mandaq qilgan, din islom diniga bek kirib ketgan. Anda siz en yaxşısı bir xalzu bilan to'y qilsangiz, sizning ashu turmada yotgan dadangiz yo akangiz yo achingiz shuni chiqishiga, talaqqa chiqib erkin dunyoda o'tishiga, ya buningdan keyingi turmushingizda sizga mu yaxshi, oilangizga yaxshi degandek, bu endi gapning satini qilsam, aholilar komiteti dallolga aylanib, bu oilaga o'zaro kirib bularga ideya xizmat ishlaydi. Mening ma'lamdami bo'lgan? Mening ma'lamda mashta ish bo'lgan. Sizning dadangiz siyosiy deb manchilik kesildi. Aşının zor faydası olurdu siz maşallah to'y qilsangiz. Bir hafta bilan to'y qilasiz. Endi bir siz o'ylab boqing. Bir ota-ona
bir balını beqib cho'ng qilib 20 yosh 20 necha yosh qilgan vaqtida u qiyirgan ota onamiz uchun hamma ishni qilmay amal yo'q. Hamma ishni. Yani şu yaşlar hozir mecbur qilyapti-mi? Albatta. Endi u bir kulib yejib qilgan bilan endi balkim siz yig'lab o'tirgan bo'lsangiz sizga voy seninki bir narsangiz masalan dadangni achib birma, dadangizni turmaga akirib ketma, dadangni achib birmasa qanday qo'shib ketasiz? Albatta qo'shasiz. O dadamni ko'rgan bo'ldim. Jinim dadam meni bajib baqqan, opam bajib baqqan. Shunda deb chet eldan nurg'un bolalar kirib ketmadimi vatanga shu cho'nglar yenib keldiganda men yenib bormasam bo'lmaydi ekan, ularni avar qildi ekan deb nurg'un bolalar kirib ketdi, ularni biroq tutdi-da. To'g'ri, endi u yana birisi bu ba'zan bir bezang maz Xitoylar masalan zavodlarda ya bu bir ishlayotgan yerlarda bu Uyg'ur qizlarga chaqchaq qilib, kulishib, yejib, ularni chaqchaq qilib, qasddan rasmlarga tortib olib, bu mening beshimda o'tgan ish. Mushu rasmlarga tortib olib, eng oxirida bu rasmlarni sen bana tegemsen degan qizlar yo'q tegmayman bo'lmaydi o'tkilar norozi bo'ldi yapılması mumkin emas degan bo'lsa uni darhol aholi ko'rsatiga kirib maoshimiz yo'qdi uydagilar unni degan lekin uydagilarga chora ishlaymiz sen Xitoy nima Hanzo deb millatchilik qildi millat oridan degandek bana saatlarla ota-onasiga zarba soldi sen falonchi bilan pistonchi yaxshi uydilyapsan sen buningga to'sqinlik qilsan yoki bo'lmasa qizingni bermayman debsan unda bu senin kirip yatqın başında mı degandeki adamı ata-onamı ishtal tutgan gap bo'ldi alhamdulillah men kirib ketsam mening kichik bolam bo'lsa yana o'qiyotgan maktabda olma deganda hozir mushu lagerga kirib ketdi bolalar tek bolalar lagerda hammasini endi masalan chiqmasin sirtdagi ishlarda masalan mushu Xitoy bilan o'tmagan yoki hukumatning gapini anglamagan yoki bo'lmasa shunday endi kimni bo'lsa sen mahapda manda qilding bu haftalik balani ko'rish fursatың yo'q deydi siz o'ylab baqmang yaslida turayotgan masalan sizdan 4 yosh 5 yoshlik bolalar yaslida siz uni 1 soat ko'rmasangiz uyda bo'lsinmi voy bilan qani sen nega ko'midi 1 soat bo'ldi deysiz u bolalarni 15-20 kunlab ko'rsatgani qo'ymasa bolalarimizni bir hafta mahapda olsun ko'ralaydi shanba kuni olsun uyga kelib boshqa o'zini juvolaydi deb bo'lsinmi hukumat nima desa amal yo'q uni gapini anglamasdan boshqa amal yo'q bolalarga hozir men beryapti tomoq men tomoq beryapti men beryapti hattoki mening bolalarimningmi mening faqat endi o'ylab boqolmaysiz mening bolalarimningmi maktabda tomoqni yemaymiz apa bir turaylik deb turib burun saladin bir uyg'ur ajash tomoqni ekilib maktabning oldiga kirgizib beradi aşağı pul to'ladim men maktabdan tomoqqa bekaliq men sirtdan pul to'lab aşağı tomoqni yemisan desam mening ochsaq chiqqandan sening ideyangda masala bor maktabdan tomoqni bermayman dedim sen nim deb bermaysan nim uchun bermaysan sirtdan tomoqni yedingmi bo'ldingmi bolalarimni biz boshqa maktabga borib o'qat bu maktab o'qimasin deb shundaqdan bolamning so'mqisi bir narsa qo'ysam eshikdan kirgan tomoq ekanligimni deb tekshiraydi ekan cho'qim majburiy o'shaning tomoqni yegizish yani hozir bu gaplaringizni anglab bu men bu boladan ayrılib baqqan 8-9-10 yil ikki qizimdan ayrılib chet elda turib keyin bir yak keldik yani bu bolaning derdi bek yomon hamda dunyoda albatta yani bütün milletni umumiyizlik kollektiv bolalarimizni ardından hozir Xitoyning qilmagan ish qilmabdi bizga shuni qarang bütün dunyodagi rezillikning hammani qildida to'g'ri endi soqchixonaga kiradigan bo'lsangiz soqchilar u ni tasvirlab bermaysiz bugun bir qadr kechishgan shu barliq uyg'ur qarindoshlar shuni degim keldi chet eldagi har bir vaqtni ibodat bilan vatanimizdagi har qanday uyg'ur qarindoshlarimizga duo bilan o'tkazishlarini umid qilaman chunki bizning qur'onlarimiz soqchixonanki bir bo'linglarida yerda dastilib kepilib aşında ütüvatıdı. Roza, Ramazan degan narsani hech qaysi endi tutayotganda yana ibodat nimasi kuchliklar. Lekin yo'lda bir narsani ishkizib, uyga bir narsani akirib ishkizib, har dushanba kuni bayroq chiqqanda har birimizga birdan bir narsani berib, ishlab ishkizib. Ramazonda bu shu 300 metrda bir soqchiqonlardan tortib, o'rinlashtirib ketayotganlarga bir ani bersam, suv taqitsam, ishlab ishkizsam deganda.
her bir gününlerini qadrlab chetildiki. Aşu her bir vaqtını qadrlab vatandakilarga çoğ dua qilinglar. Bo'libmi bugun kecha? Bo'libmi bugun kecha? İnşallah Uyg'urlarning duosi cho'qim ijobat bo'ldi. Ijobat bo'lg'achqa bizga mush koronani Xitoy uchun yaratdi. İnşallah qolgan davlatlar saqlasin. Qolgan begunoh insonlar saqlasin. Lekin mushu Xitoy virusi o'zining Xitoylarni o'zi vayron qilib tugatsin inshaalloh. Shuning uchun duo qilinglar qarindoshlar. Shu yerlarda tepilib, urilib, so'qilib, avraz yo'llariga tushib ketayotgan Qur'onlar, xalqlar qo'rqinchligida u yerga qo'yib, keyin pashop qilib, yetib ketayotgan begunoh insonlarimiz uchun, bosqinchilikqa uchrayotgan qiz ayollarimiz uchun ish qilib bugun bu programmani qilib nihoyatda yaxshi qildingiz. Balkim men demasam duoni cho'qim uzildirmay qilasizlar Uyg'ur qarindoshlarim. Lekin yana bugun hech qanday uyquni harom qilib bo'lsa inshaalloh vatandakilar duo qilinglar. Endi u til bilan tasvirligisiz ishlar. Abay opamning qabrisini ko'zib qo'ydim mana Pokistondagi vaqtimda shuni avatibdi. Bizning u mayaqdan qabrini berib, mayaq bir yerni ko'zib berib bir tog'ning orasida, Urumchining bir tog'ning orasida. Yani bir suratni chiqardim men shu bir yani ko'lab merhumni shu yerga qo'ygan bir suratni. Shuni siz tasvirlab bering, qopmay bu nima surat? Xo'sh, men u chaqda Pokistonda dedim, akam shu yig'ilgan holatda takashdi bu jasad, opamning jasadi saq chiqqan tepkam, mala sundiribdi deb yig'lab ketdi. Ovozlari chiqib ketdi, opamning jasadi saq chiqqan. Bu mushundoq bir qoldiq yo'gatman mushundoq apadi opamning ustuqonlaridan ovoz chiqib ketdi deb boshda bo'lib ketdi. Endi biz hayotlarga bir kun yo'q. Cesetlerimi siz Arapçılık yok yani. Örümcinin bir jangal bir yerlerde insan bamaydıgan tıttap aşşimigo tağdamda bir yerde bir tağının ağrısına aşağı yötkeydik emmişler. O yer bir ezip tezip bir canıvamı berip kalmaydı. Aşındak yani köz bir aşağı apırıp kömünleri kömgen siz o katekçi şekillikini közden ekranına aşağı köz olup biliriz. Emdi o ne? Aşındaq katekçinin üstüge tıkıtlam, üstüne maşındaq bir itidiğen nersi var. İti ismini yüz koysanlar buludu. Onu ondaki manda çoğun yerlik vermedi yana. Çoğun yerlik vermedi. Aşındaq o ses katekçideki yerge ekirip tıkıp aşındaq koy. Bizden uyardı bu meyli. Lekin Qashqar Xotan taraflarda qabristonliklarni maşındaq bir günün içidilan bulağa ya uqtirish qilib ati ya bir oylik vaqt bermiz. Ma qabrlab ketinglar ya bizga lozim bo'ldi demak. Bir günün içinde uqtirish qilib, yeliq dadining darvozaligi nimalari bor, masalan, to'lab ovoz. Ashundaq yerlardan bugun falon yer qabristonlikki butun qabrlarni yo'kib chiqarib olinglar, bo'lmasa atlik nim qilamiz. Haliqi yatibdaydigan mashina solamiz degan haliq Qashqar Xotan taraflarda ishasiz buni bir yaqin og'inamdan oldim. Daydus men bağ vaxtım o vatandaş bağ vaxtım aş dostum işkinci doktorxanaga təşrif etgan vaxtda işlədib bədi. Vay adaş o ata-anamızdan qabrlarını çıxırıb ögüzdə. Hər birimizdən ögüzdə birdən cəsəd var dedi. Bir işkidir. Ustaxanlı. Ammaylı desək. Əmdi bu talağı çıxıb qaldı da yəni qolğa vaxtıda. Şununla əgəlsək də yer göstərməli dedi. Keçəcəlik düşümüzə isimiz kallamızda şu boğaşqım ekan, cesetlarning o'g'ziga ap qo'yganligimiz, qoldiq yo'gap yo'q. Ashunday qilib o'g'ziga ap qo'yganligimiz kallamızda boğaşqım ekan. Kechaychilik cesetlar tushimizga kirdi deydi. Kirib meni yerga akirvat, men dadamni akamni tashlab tushib ketdim deydi. U apirib kun bitar desak, har bir oilaning tepida aparat bor deydi. Xohlagancha bir yerga apirib ko'nmaysa, hozir saqlab turinglar, turishni bir yerga bermish shu chog'da apirsa. Oğulçilik bir aydan artıq vaqt meni akam bildigan ögüzüdü tödü geçdi. Bu hozir mana bir suratda masalan shu bir yani ko'lab bir yerga qo'yayotgan bir surat bor ekan, shu opangizninki jasadininki deb. Xo'sh, achqatqa vaqti. Shu yani ko'lab achqatqa nomer qo'yib qo'yibdi ko'rdingizmi? Mashinqami o chaqdimi biraqlab chiqmabdi. Bir kunda meni opamni achqatda 10 aileге bir kunda xabar qilgan, 10 aileге bir kunda xabar qilgan. Siz falonchi pistonchilar bugun telefon nomerini yozibdi, shu qabristonda jasad bala kep tizim tanladi. Tizim atganki biz uydagilarni berib
tizimletip ketken o çağda bıraklam ektanlar demepti. Şu bir 10 günne ötküzütüp, onun 10-15 günde ötküzütüp, her bir kıtta, her güne telefon kalkta, 10'dan 15 adam geçirip telefon kılıp, sizler kelsanlar bunu da, o yerge çık adamı yıkılamaptı kabristanlıkta. Şu her bir telefon kalırlar özleri berip, aşlar özleri ip verdiken, yani kolap. Maşinası varken tayyar gördünüz mü hani? Maşinaga sağan resimimi everdim. Aşında maşinaga silip aşağı apırıp verdiken. Yani abay gaplarınızdan ben biraz özüm kaldım. Biz yani 15 minutdan keyin programmani tugataylik. Bugun bu qadr kechasi bo'lganlik uchun biroz baldurroq tugatib, Alloh xohlasa oldimizda zamonla degan bir qatim nim qilaylik. Aşı apangizning jasadlarini ashundaq elib, sundirib, ashundaq qo'yib, hamda u akangiz sizga shuni o'z og'zi bilan deb berdimi? Og'zi bilan deb berdi. Ukam yaxshi ko'rdingmi? Mushta opamning sen ketdima qabr yotgash bo'lgandi. O'sha qabrni yotganimiz hozir deb bo'liblar yig'lab ketdi. Nim bo'ldi desam, voy butun chiqqandi opamning jasadi mushtaq chiqadiganlar mushtaq sundirib yotdi deb. O nima ish qildingsan qarab turdingmi mushtaq qilsa desam, bunda butun yo'q unda qilsa bo'lmaydi ekan, u sundiruvchi bunda deydi qara. Ani butun chiqib qolsa bunda butun gelip berish to'g'ri kelgan. Ularga deb ma'lum yaqinqi mushu bir yil ichida o'lib ketganlarga butun qabr berdik. Ani nimaga patmaydi demdiki, anani kichik bergan qabriston ichiga. Ashunda ustixonlardan ovoz chiqib ketdi deb o'zim tutib ololmay. Am bularga butun qabr berish bizga butun qabr berimiz deb o'ylab shunga ani ashunda sundirib etdi. Ovoz chiqyapti ustixondan, men bugun opamning yana bir qatam qaytib ko'rdim, opamni deb yig'lab ketdi. Yani bizning jasadlarimizga mi hujum qildi degan gapda. Xitoylar yana Xitoyninki dunyoda qilmagan bir eskilik qolmadi degan gap. Xo'sh, endi yana bir tema to'g'riliq siz so'ramasizmi men deb beray. Bu eng muhim tema. Bugun programmamizning vaqti oz qoldi. Tezda aytay. Yana bir ish mushu boshdan oyoq Uyg'ur ayollarning hammasiga uzuk soldirib. Burungu battığı, burun biz vaxtımızda ayarla tekşürüşü deb üzük salıptı. Lekin muşu qatam qarısıga apırıp üzük saldırıb. Nurgullarga bu üzük yaraşmadı. Yaraşmay, mesela o ayarlarda bazen bir özgürüşler oldu. Mesela o yeklaş degandek alametler oldu. Doktorxanaga berip bu üzükni yeklatdi, bu medema pek ben tuğulurum ağırıp tutatdı. Maman evetki deb açlar dese, Beşiye'nin tamgısı bolsa, Beşiye'nin tamgısı boğan ehval aslında sana üzgün alamayız. Onu siz oylap bakın, qançılık türmede yatkan ayarlar qançılık qınılmadı. Taladikiler tehe, Beşiye'nin tamgısını eriş üçün ne. Hatta ki doktorxanның üzük manıqı yeklep degen ispatını kötürep kelsiniz, bu mümkün emas. Bunun çilişen gerek. Amal yok, üzükünü erişki bulmaydı. Hatta doktorxanlarga muqtirish ko'zitdi. Doktorxanlar shu 5 yana tam bosmamasa, üzükni almaydiganqa. Am 5 yaning har birisiga borsa, u mumkin emas. Buni yuqoridan tushirgan ish. Üzükni elishga bo'lmaydi. Biz oldib isbot chiqarib bermaymiz. Siz o'ylab bakın, u bekraq yashlab, ayol kishi bek ojiz ayol kishi. Siz o'ylab bakın. Endi u texmi yaklab, yoki bo'lmasa qonsirab, yoki bo'lmasa raskisal, yoki bo'lmasa balyatqurak, ya marak, bu ayol kishilar hozir bizning vatanimizda ayollar eng cho'ng badal to'lib ketdi. Yana kelib, mushu bicharalarning hozir avitay badaningizda bir nim og'riq bo'lsa uni avitishga urinalaydi inson degan. Lekin buni avitishga qurbit yetmaydi. Mushu o'zini oldiranmaydi. Hattoki mushu yakliganlikdan shu a'zolari sesib, chirib aşındaq ölüp ketayotgan ayollarning necha mecburi u ammaymiz turdi sening badaningda. Men nim deb so'rashni bilmadim hozir, chunki bu o'yliqi biz necha vaqtni mandaq his qilibdik-ku, bu Sharq Turkistondagi bo'layotgan, masalan, har mahalda bir 5-10 odam to'y qilyotdi, qildirilyotdi. Chunki chiqayotgan xabar ashundaq, masalan, yani Xotandan bir video çıkıyordu, ya Qashqardan bir video çıkıyordu, ya Aqsudan bir video çıkıyordu. Ama umumyüzlük bir narsani men tasavvur qilolmabdim. Hozir bo'lib bu masalan ayollar bosqinchilik uchradi degan gap bilan
bütün Uyg'ur ayollar bosqinchilik uchrayotidi degan gapni masalan bularni sizdek bir shohidning og'zidan anglash bu boshqacha bo'ladi ekan. Abay aş dostumning gapini sizga gapingizni tortdim kechiring. Abay sizga aş dostum to'g'riliq gap qaytardim. O dostumning gapini chiqishdan burun men mushu gapni to'g'riliq aş dostumning gapini chiqargan, lekin bu gap burilib ketib qoldi. Aşu Qashqarga o'rganishga borgan xizmat guruhiga tushgan do'stim ashta dediki, birinchi o ayollarning ashundaq tug'mas operatsiyasi qilganligini, yana birisi bolasi bo'lsa avtadiganligini deb berdi. Ondan keyin mushu xabar bu yoqqa anglanmabdi. Balkim shu qiz bo'lishi mumkin, ash qizil kiyim kiygan, majburlanganda to'y qilgan qizlar. Bir qizlar shu chog'da do'stimdan anglashim, o Qashqarning qabri Urumchiga emas, Urumchining qabri Qashqarda biz bilmaymiz. Chunki o do'stim o'z ko'ziga ko'rdi. Bir Uyg'ur qizlar bir Xitoyni o'ldirib yetdi. O'ldirib to'y ketsa, karvatning ostiga pojilab salatgan. O xabarni biz bilmaymiz. Sizlar bilmaysizlar. Biz ashada ash gaplar bo'lamganti, men keyin u do'stim Qashqar bo'lganlik uchun shuni so'rasam, rost ish u dedi. Ashta qahramonlarimizmi bo'lgan? Bu hozir vatanda hech kim o qizni besilib qoldi bundaq shum xabarlarni, bundaq botir Uyg'urlarning ish izlarini hargizmi chet elga ular oshkorlab tushmaydi. Lekin bir Uyg'ur qiz o'ldiribdi. Aşkorluq chidamaydi. Başqa masalan shu qarshilik bildirayotgan avallar bormi undan boshqa? U qarshilik ko'rsatgan avallar jiq. Qarshilik ko'rsatgan ishlar bekjiq. Hattoki o mishallarni bilmay o'tiryapsizlar, ba'zan bir Urumchidagi Navoiyxonning yani qo'llab qilib bir yerlarga berib qo'ygan, ashunda xabarlar biz xabarni ko'rgan. Men gap uning buning deb berdim. Deb bersam, xil Uyg'ur bolalar chiqadi, jimtomida Urumchidagi bir Navoiyxonning ostini qo'llab qilib bir yerga olib qo'yib bolalar. Qarshilik qilayotgan ishlarchi uni hargiz oshkorlamaydi do'stlar. Men ko'zim bilib ko'rib kelgan ishlarni. Shu chog'lar saqchiqanlarni boshda ostin ustin bo'lib ketdi. Keyin anglasak shu inson deganning har xil do'st birodarlari bo'ladi hamda u atrofdagi do'stlardan shu gaplar bo'linib qarasak u gapning rost ekanligi, hatto shu so'zida ishlaydigan bir do'stim bor, meni aholi ko'rsatib ishlaydigan. Shundan so'rasam rost u bek cho'ng ish bo'lib ketdi u. Necha yuz metrgacha qo'lab bo'lib ketdi Navoiyxonning ostini teshib ashunda. Qani qarshilik qilyapti Uyg'urlar jimottamidi inshaalloh. Endi lekin ularning qanchalik qarshilik qila oladi? Shunday. Qanchalik qarshilik qila oladi? Hamma yerda apparat, hamma telefondan tortib, xuddi bir mashinadan deb qo'yib qolgan insonlar burun endi bir bek xalqning texnikalik ishlari bek uchiga chiqib yuqori pallaga chiqmagan vaqtlarda qarshilik qila oldi Uyg'urlar qildi. Lekin hozir biroqlar endi xuddi bir yasab qo'ygan mashinadan deb mangdis menga to'rda turib degandek. Hozir shu ahvolga chiqib qoldi. Lekin endi birdan bir yanala deydiganim, umid kutayotgan Uyg'urlarga deydiganim yoki ota-onamni andaq o'tami, mundaq o'tami deydigan Uyg'urlarning hech qaysisining hammanglarga deydiganim faqat sizlar hargiz umid kutmanglar. Bo'ldi, hech qanday umid kutmanglar. Sizlar mushu o'tirg'i sakrab Uyg'urning davosini qilsanglar, bizning urug' tuqqanlarimiz, hattoki hamma narsangiz har qanday aman qoladiki, hatto siz gap qilmagan egisi yo'q ekan buni. Degandek ishlar bo'ldi. Hattoki mushu urug' tuqqanlar yo'q, yolg'iz jon, ashtaqlarning a'zolarini opirib buni egisi yo'q. Degandek opirib qanday halol organlarni sotmagan yerlarga opirib setyapti. Hattoki o'liklarni qo'lim qo'shillarga masalan yolg'iz farzand, yolg'iz ana, yolg'iz bola buni opirib ko'madigan odam yo'q. Undaqlardan Xitoy foydalanadi sizlar o'ylab topgan. Mishad, men bir savol so'ray sizdan. Hozir chet elda mening bir ideyamda o'tmayotgan bir ish bor-ku. Yo'q, biz kishilik huquq va yoki albatta butun Uyg'urlarning huquqiy jihatdan har tarafdan surishtisini qilishimiz kerak. To'g'ri. Ammo men Xitoyninki hozir butun Uyg'ur xalqini qiritish plani kelibdi deb o'yladim. Ya'ni bizning do'ppimizni, madaniyatimizni biz burun deydik-ku, bizning madaniyatimizni o'zgartiribdi, tilimizni o'zgartiribdi deydik-ku. Ammo hozirgi avval qaraganda, sizning deganlaringiz qaraganda Xitoy bizni umumimizni qiritishni maqsad qilganmidi? Ya'ni bilsamidi? Albatta.
Benim bunu soruşum sebep öylerge kirip undaq belki burun mu ödükler dep ben men onçideki o zamanlarını bekleşimden keçirip ketmegendikin bir hazır mı şuğu biz dep bensek başka çeteldekiler bu bir mesele okup bergende bunda bir düşünüşü mümkün lekin hazır mı aşındaq amde tütün yok diye boktaynamak istiyoruz. Çünkü bu çeteldeki dava körüşümüzge münasebetlik çok bu. Çünkü biz xiyalımızda Uygur'un tilini yo'qotib atamdığanda, medeniyetini yo'qotib atamdığanda, kişilik hukukunu depsendi kılınıp atamdığanda dep mandaq oylab kep kılıvatımız burunqi nimelerdi mesela. Mesela dinimiz deyli. Dinimizni yo'q qilib baradu degandek oylar. Ama bizni butunlay insanlığımızdan mahrum kılıp yo'q qilib etmekçi bu Xitoychu. Elbette Uygurçunu bilse, Xitoylarga bütün mecburlap Uygurçunu bilse, Uygurçılık kursları içip gitti, Uygurçunu bilse, çok bilişin gerek. Uygurçunu bilgenlerge Uygur tilini bilgen Xitoylarning degani o maaşları falan bol. Şunçilik derecede ularni asrap avaylap işletdi. Bizni Xitoycha hatta yol ketib ya avtobusga chiqib va yoki ballarımız mektepte ne çıkarttım bu cezalanıp gitti Uygurca yaklaşık benim ballarımı mektepte Uygurca yakaladığı uçurlar. Bizim o talağı çıktın şu kadının şu arı şu talağı çıktın devlet böyle yakılsa. Fakat Uygurca demeyse, Uygurca yapılmaysa. Abduzda bir eşke Uygur uruşup kap Uygurca yakılsa mı sak çıkandan kilip nimdep uruştun demey işte nimdep Uygurca yakılsa eketti bir çağ. Sen nimdep uruştun işte Uygur demey. Sen nimdep işte Uygur uruştum hem de Xitay tilde uruşuş gerek mi? Söyle bakın. Sak çıkandığımı bir de çıkarttım ispat ediş için bu ediş için kırıp kaldım sak çıkanıga. Kırsam mı mesela 110 depelaki telefon numarımız var o mesela dilo melem kılgan. Aşında iPhone asıdı mı? Mesela telefon kıldınız. Ben battım bir çağda ispat ağalı kirdim. Şu müşak mağıştım burun. Telefon kelip birisi uruşup kaldı dedi. Uygur oğlu Xitay mı dep sorgan. Uygur oğlu Uygur dese. Birden uruşup dursun. Aşağıda bassak da safçılar. Birden uruşup dursun. Hazır baramızdır. Eğer Uygur oğlu Xitay uruşup kalgan olsa o minut, sekund kalmay yelaki nefaydağı berip buldu. Siz öyle bakın ben karab dursam közge ilmağan alette. Uygur oğlu Uygur'ga vizo bilan vizoma meşa. Birden uruşup dursun hazır baramızdır. Aşağıda. Öyle bakın kançılık pes orun uçtuk biz. Qanday holatda biz birsi chepishib tursin degandek bütün Xitoylar shunday qaraydi. Aslında ben ichkarida 6 yil yashadim. Xitoylardek bu pes bundaq medeniyetsiz pes millet yo'q. Ularni yo'lab bu Xitoy qilganlarmi bor. İnşallah bunu boshqa programmalarımızda pash qilyapmiz. Men sizni aslida 3 nuqta ustida so'ramoqchi edim, faqat bir nuqtasidan tugadi yana. Yana davomli ziyorat qilsangiz qabul qilman ziyorat. Allah razı olsun. Shu işte anlatmasam nima ish qilaman? Allah razı Çoxum olsun. anlatmam kerak, men anlatmasam men o chog'da men bir. Allah razı olsun. Yani anlatmayotganlarni anladık. Yani şu yana bir qancha Uyg'ur bormish chet elga chiqadigan. Endi biz ulardan yomon gumon qilmaymiz. Ammo jimjit singib ketganlarni anglab qoldim men. İnşallah hem sizlar bek muhim. Sizlar bugungi dunyoda tirik shahidlarchu. Sizlar o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Biz qancha desekmi biz shahid bo'lolmaymiz chet elda turib, biz faqat xalqning gapini qilib beramiz. Hem sizlar Yana birisi bir patqaqlik qilyapti Uyg'urlarni. Siz so'ramasangizmi bir deb olay. Penallik tug'utda ortiq tug'ilgan bolalarga jarimani edishdi. Burun tug'ilgan, hattoki o'zining jarimanisini o'zi to'layotgan Uyg'ur bolalar. O'zi tug'ilib hozir cho'ng oldi. Ota-onasiga hozir sen ma 3-chi bola ekan 90 to'laysa, u bola cho'ng bo'lib xotin olay, ya'miz xotin olib bo'lgan bolalar o'zining jarimanisini o'zi to'laydi. Yelqi xuddi bir sen midirlama, sen o'rlama, sen yelqi yuqurlab ketma, sening iqtisodingni o'qisimiz biz seniki deganda qilib, mening bu bolam 5 yoshdan 7 yoshga kirdi hozir. Bu bolamga pasport, noposni bejirib qo'ygan, pasportini bejirib qo'ygan, hatto chet elga chiqib baqqan 7 yoshli qizim. Mo'shaq mangadigan vaqtida majburiy holda sen balanga 3-chi balanga sen bunga jarima to'lashing kerak. Deb 18 ming to'yib qo'ydi. Meni degan shunday qiynayapti. Masalan, mushu tug'ut cheklash operatsiyasi qilamiz degan vaqtida men unmasam, yeni yo'ldoshingni kelanmas qo'ytimiz, seni baranmas qo'ytimiz deydi.
Bularning shuari olib ketdi menga. Azraqla bir ishga yo'q qilsak bo'lmaydi deganliklar yo'ldoshing kelmaydi. Sen boramaysan deblam, o'sha deganliklar bo'ptilar deb u tug'ut cheklash operatsiyasini yo'ldoshim unmagan. Shunchalik unmasaqmi unmay majbur olib qo'ydi. Unimi sen kirolmaysan, bolalarning siz shu ziyankesh uchirg'uchining birisidanmi? Albatta, albatta. Meni shu tug'ut cheklash operatsiyasi qilgan vaqtida bizning mahallada tizimlatganlar nurg'un. Xitoy o'zi tizimlaganlar. Aşağı içinde ikinci karardı ben vardım. İkinci karar bağlamında biz 5 xotin kişi bıraktık. 5 xotin kişini bıraklar şu. Faizden deyimiz hem de nimdeydi faizden ne o Uygurca kanda. Sehiye mi? Sehiye idaresi mi? Aşağıya apırıklan. Aşağı her birimiz ne? 2 saatten artık vakit gitti o deyim. O yuğan zanlı içinde her bir rayonun kegen Uygur rayonları var. Mesela Yanışehir rayonu, Tensay rayonu, o rayon, bu rayon deganlardan. Aş rayonlardan kelgan her bir rayondan 4dan 5dan ayollarni aşında. Aş bütün mas'ullar. O üzükme emas endi bu işimiz. Padişahsiz gaplarni qo'yapti, endi buni cho'qim xalq anglasin deb davom. Ya bu hozir bu padişahsiz gap emas. Hozir biz chet eldagi Uyg'urlarga, bo'libmi erkaklarga hozir sening achangni, singlingni, anangni, opangni manda qilyotdi desimi biz shuni qabul qildigan ya keldik hozir chunki shunda qilayotgandan keyin biz nima deymiz bunga? Buni xalqimizning buni kesin yo'shilsam o'lim oshkor biz necha vaqt niyoq chiq ayab keldik ammo bundan keyin bu hozir sizning gaplaringizni qaraganda men hozir faqat aqlim butunlay o'zim hayron qilyapman. Endi anglab turayotgan bo'lsam-mu, to'rdan ko'rayotgan bo'lsak-mu bu sizning ish qilib men endi ashunda qilib o 5-6 ayollarni ashunda qilib shu kuni sen men bir tang 5imiz bo'ldik. O keyin bir do'stimni doktorxonaga olib borib bir Uyg'ur adash bilan uchrashib qoldim. Doktor o adashga men asta dedim, "Ma bu hukumatdan bizni shunday tug'mas cheklash operatsiyasi qilgan. Masalan, mush operatsiyani qildi. Keyin masalan yana farzand ko'rish uchun mushunga bir amal bo'lamdi masalan shu cheklash qilganga deb bir maslahat oldim. Mening o tug'ish maqsadim yo'q endi. So'rasam u ateş Namratlan Yurash doktorxonasi deb bilsang shu Urumchida bir doktorxona bor, shu doktorxonaning doktori Uyg'ur ayol ashla dedi. Ukam men bu operatsiyani sizlarga shu nimada fangizanda qildimmi dedi. Ha desam men qilgan burun 3-4 oydan oldin men shu doktorxonada shu cheklash operatsiyasi qilganga men borgan. Men ashla ishlab baqqan. U masalan bir turbo yo'li mashinada bo'lsa biz odatda o'zingiz bildirib verib qolgan bo'lsangiz mashinadalar chegirdi, uni keyin og'ili bo'ladi operatsiya qilib. Bu biz qildik o operatsiyani Uyg'ur ayollarning turbo yo'lini o'tirdan kesib masalan mana bir jip bo'lsa, o'tirdan kesib buni mashinada qilib bağlaydi, uni faqat mumkin emas. Bu operatsiyalarni burundan qilib baqqan Uyg'urlarga. Yani keyin tug'ishdan qilgan operatsiyada mumkin emas, uni osh qilib bo'lmaydi. Dedi, salomatlik ziynavam olsun, nimdek yok, albatta bor. Xudoyim qanday o ayol ashta dedi, Uyg'ur bo'lgan ekan, bizni yaratuvchi qanday yaratdi? Hamma narsamizni joy-joyiga qilib yaratdi. U Xudo uningga yaratuvchiga deb gap qildi endi o ya. Uningga qarshi olda bir narsani qilsak albatta bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yaxshi emas u. To'g'ri. Deb aytadi deganda turib o'ylab qoldim. Uyg'ur ayollarni ish qilib erlardan bekaraq jiqiraq bedellarni ayol kishi bo'lganligi bizlar bek tortamiz vatanda. Endi hammalarning ota-onasi qoldi, ochilaringlar qoldi, inilar, singillaringlar qoldi, sizlar o'ylab taqinglar. Ashunda ahvol ostida singillaringlarni ota-onalarga bana qilib, dadangni tutmaymiz, opangni tutmaymiz, sen Xitoyga teg deb Xitoyga tegdiryapsan. Endi bu men yo'ldoshi yo'q bo'lsin. Bizning musulmonlarni unda cheklash operatsiyasi qilib bo'lmaydi. Shunday. Hem salomatligimizni hem Xudoyim din jihatdan bo'lmaydi. Ashunda majbur opirib qo'yni bo'g'izlagandek ostiga besib yotqizib turib unda majbur operatsiyalarni qilsa. Buni bu programmalarni qilishimizga maqsadmi shu xalqni uyg'otish, chet el tiliga aylantirib bo'lsa, chet elchi bilgan qarindoshlar butun dunyoga taqitish, sizlardek tirik shoirlarning so'zi bilan, isbotlari bilan dunyoga anlatishim. Bizning hozir boshqa amalimiz bo'lmaganligi uchun. Ammo avval o'zimiz uyg'onish kerak. Mana shunday so'zlar bilan, yana hozir deb berishingiz bilan millat
uyg'unidi. Endi buningga uyg'onmasa abay siz degandek shu hayvon deymiz endi. Albatta. Albatta. Hozirga qadar jimiyatqanlarga men shunda ochig'im keldiki, hattoki vatandagilarning shu gaplari sizlarga deb qo'yay. Ashlar bir jim turmagan bo'lsa, bizni sal jim turmagan bo'lsa ashlar bizning izdak so'rg'imizni qilsa degandeklar bor. Chunki u hamma adam vatandagi hamma Uyg'ur faqat chet eldagilarga umid bog'lagan. Bizim vatandagi vaqtimiz chet eldagilarga umid bog'laydi. Shu vaqtda erkin zamonlaydi o zamanda. Unda qilmagan lager yo'q vaqtida chet elga umid bog'laydi. Bugungi kunda ular shu xuddi cho'l suvsiz qolgan odamga shu bir suv kelib turdigandek shaklda ashunda chet eldagilar ashunda o'ylaydi hamda jon qutqazuvchi shaklda. Endi shuni birma odam jim o'tirib hatto hadisda o'tirib namoz o'tirib o'taymisan namozni o'tirib o'taymisan sharatini o'ta degandek endi faqat jim turmang. Har qanday ishni qilmayman emas, har qanday agar harakat qilamisangiz siz telefonda ya bo'lmasa to'r orqali qilinjangni bir odamga ortiq anglatganingiz anglatgan. Yeningizdagi hech faqat o to'rg'imi chiqamasangiz atrofdagi qo'shnilaringizga sharat orqali qo'shmadan bizning vatan miyada bizni bunday qildi degandek. Oshunda qilib ishbodlar dunyo bilsin. Sharat orqali qo'shimdan shu sharat orqali bizim hozir faqat gapini bilamiz sharat orqali qo'shmadan. Sharat orqali emas, qarang, har davlatda shu davlatning tilini biladigan yuzlarcha Uyg'ur var hozir. Yuzlarcha, minglarcha hatta. Albatta. İngliz tili biladigan, Gollandiya tili biladigan, Xitoy tili biladigan, arab tili biladigan necha ming Uyg'ur var chet elda. Bugun mana arabcha tashviqotimiz ham ojiz bo'lardi. Masalan, yana siz da'vatsiz mana sizning yangi bir narsa chiqdi. Bugun yana yangi bir deymiz tushuncha, ideya, fikr. Şaret bilen boğsum anlatqan Uyg'urning derdini demeksiz. To'g'ri. To'g'ri. Allah razı olsun. Ben sizden yani köp suallarım var. 3 noktanınki bir noktasında tügedi bugün ziyaretimiz. O siz qachon ziyorat qilsangiz yani nurg'un menaki xalqqa ko'rsatgan isbot men har qanday gapni isbotlab yursam deyman. Sizga hozir avatlarim rasmlarni. Yani siz deydisam har qanday isbotlarimninki rasmlik narsalar bor. Shu to'g'riliq yana jiq so'zlab beraman. Ko'rganimni ko'rgan peti, anglagan peti. Beshinda o'tkazganimni men manda ishni ko'rdim, angladim, tudim. Mana xalqdan anglagan deb beraman. Nurg'un ishlar bor, nurg'un qo'lim qo'shnilarim o'lib ketgan echinishli qishlari bor. Nurg'un urug' tuqqanlarimning böğreklarini sug'urib olgan ishlari bor. Bu qolganini endi vaqt munosabati bilan kelar qismga qoldirib qo'yaylik. Masalan, bir qancha suratlar bor ekan, Xitoyninki kinishga xat, uqtirish bir narsalar bor ekan, uni mutaq deyishgidek bo'lmadik. Bundan keyin sizning lagerda ko'rgan nimalaringizni so'raydim. O yerga lagerga kelmadik. Uningdan keyin sizning ma chet elda elib berayotgan xizmatlaringiz bor, uni so'ramoqchi edim. Uningga vaqt yetishmay qoldi bugun. İnşallah aldığımız fakat birla şu Uygurlarning umumiy ijtimoiy bir Xitoy tarafidan duch kelayotgan bir zulmning nayt az bir qismini bizga anglatgan bo'ldingiz. Allah razı olsun. Ammo bugun nayt men anglamagan narsalarni sizdan angladim. Kollektiv Uygurlarning bosqinchilik uchrayotganligi. Bütün ayollarninki uzuksinib ketayotganligi. Yani 12 yoshli qizlarni bir Xitoy men uyimga ketib qo'ndirib kelma desa, bunun hamda Yahudimi aş Xitoyning bir qizi bo'lsa 12 yoshliqchi, boshqa bir Xitoy va qizingni ketib men qo'ndirib kelmasa, ashu vijdonsiz, ashu sharafsiz, ashu hayvon Xitoymi chidamaydi-ku magap. Albatta. Meni qiddak-qiddak o'tadigan kuni mening bu qizim hech qanday endi bir sadda 13 yoshga kirgan qizlar hech qanday narsani bilmaydi. Har bir qatim uyga kelgan vaqtida ayrim bu qizimni-ku uyamni ichdimi ayrim gaplarni so'rab bunda. Men meninglar azroq fikrda shay degandim deb ma uydan avayga bunda agir kesimi bir qo'qapdan uyga aktish bu bir cho'ng bir gap endi uni hargiz bilmadim endi uni shunda qo'rqdim endi uni masalan uni yig'ib chiqardim. Uyning ichidami meni uyamga kelgan kunisimi hattoki
Öydün maviga akirib, qizlarla azraq fikirləşəydigandim, almal. Desimi birdən bilan oyunun işkidim marab, birdən işkidim marab, Xudayım saqlarım. Yəni əndi bu yaşqa yetib qalğan oğlana Xitay ko'rganlar. Chiroyida bir xil shahvoniylik ko'rinib bizdan shoqibdi. Oyunun ichida mana shunday qo'rq ansirab o'tdim, siz o'ylab baqing. Endi ana bo'g'ichlarni endi bir butun bir ota-ona bo'g'ichlar sizlar o'ylab baqinglar. O'shanda bir dushmanimiz bo'lgan Xitoy. Endi sening qizingni men bugun aktiv aytib maktabga akab qo'yay desa. Sizlar buni kim bir sarang odam bo'lsinmi, bir kalisining ig'ir da'dva odam bo'lsinmi, bunga qo'shilmaydi. Endi sizlar o'ylab baqinglar, to'y qilib ketayotganlar. Endi qanchalik majburdir do'stlar ular. Buni sening ota-onangni chiqarib turmadan yoki seningki uyog'dagilar buningkin yeshil koridorda mangdi. Buningkin sizlar Uyg'urlarniki qatorida mangmaysizlar. degan avval gapingizda masalan qizil chiroq, seriq chiroq, yeshil chiroq debdingiz, men mandachi tushundim. Ya'ni qizil chiroqlik oila Xitoy bilan urug' tuqqan bo'lmagan, ya'ni urug' tuqqanga hozir normallashib ketibdi-ku. Ya'ni Xitoy bilan to'y qilmagan, qudovaji bo'lmagan. Faqat Uyg'urcha yo'qlayotgan bir Uyg'ur oilasi qizil chiroq. Xitoy bilan menda qudovaji o'g'ini seriq chiroq. Xitoy bilan rasmiy shu urug' tuqqan bo'lib, butunlay shu asmilar bo'lib tugigini yeshil chiroq. Men shuni o'qishdiman. To'g'rimi shu ashta tushunsiz? To'g'ri, albatta to'g'ri. Masalan, bu Uyg'urlarga nagilvas kimlik so'kay, nagilvas kimlik. Hali Xitoylar degan po'chi ustaqan. Masalan, kimlik so'kay, voy bizga qancha to'saq deb baqirayotgan qarang. Onun deb qilmaydi, "Ey, boshi xanju" deb ashta baqirayotgan. Hattoki shu har qanday talla bozor qo'yishroq bo'lsin. Har qanday bozor kirishda, har qanday so'l saroylarga kirishda, hatto hojatxonaga kirsak, kimlik surkaymiz. Yeniqi bir ishga va kirgandigina nur bor. Tet qilib kiramiz, tet qilib chiqamiz. Yeniqini bir chaqda bir Xitoydan birisi ashladi. Shinjongliklar yana 3 yil mush darvoza ostidan kirib chiqadigan ish bo'lsa, hammasi raport ketadi. Buningki bir nuri bek yuqori insonga bo'lgan nimasidir. Hozir 3 yil bo'lib qoldi hozir. 3 yil o'ylab baqing, har bir yerga u ishni o'rnatayotgani 3 yildan oshdi hozir. O'ylab baqing. Shu hozirga qadar biz Uyg'urlar hojatxonaga kiramdik, o'bini kiramdik. Hattoki siz o'ylab baqing, kimlikni bir hafta siz hech narsa surkimadingiz. Yoki 3 kun ichida. Sizga udullik bilan saqchqanda telefon qildi. Sen 3 kun bo'libdi, kimni surkimabsan dedi. Yo'q, uyda bo'lsangizmi, qanday darvoza bor, qanday so'z saroy bor, berib bir qatim kirib tet qilib chiqsiz. Mashinangizga mayni bir hafta may qo'ymadingizsa, mashinaga may qo'ymabsan degan. Mashinaga mayni jiqroq qo'yvatsa, sen nima deb mashinaga jiqmay qo'ysan degan. Sen mashinaga may jo'lamabsan degan, mashinaga mayni ortiq jo'labsan degan. O kimlik surkimisi mashinaga maynimi qo'shib olmaydi. Hayvondek huquqimiz qolmoqda hozir. Hech qanday qo'y talat yuziga chiqib bir erkin ozod nafas ololmaysiz. Shu hattoki zam og'rib yetib bir umr palash bo'lgan odamning kimligi bo'ladi-ku. Bizning mening ma'lamda bir ayolning balasi palash. Men tug'ilib u bolaning manganni ko'rmadim. Lekin uning kimligi bor ekan. Chunki uningga yuqoridan alaqay miyib tikinishkisi u becerish uchun u balg'andi. Nim beribdi, alaqay kimlik beribdi. Shu bir kunisi nimadan telefon kelibdi? Soqchixonadan. Palanchi ne siz bir qatim kimlik surtmabdi deb. Uydagilar alaqay miyib ojiz endi u. Ajoyib g'ayri tug'ilib qolgan bola. Oshnimi ko'tarib berib, alaqay kimlikini surkab, chiroyini bunda har bir yerda bor. Kimlik surksak hisob emas. Mushu hozir sizning shu apparatning oldiga ketmada turgandan keyin yuzini o'zida mandala bir skanerlaydi. Ana degan tet qilib o'tdi degandek ashunda. Agar siz menga o'xshash mening o kimligimni sayraydigan bo'lib ketsa, lagerdan chiqqandan keyin nagila olsam, tet butun odam men qaraydi qarang. Heliqim ishik bilan sayrab ketdi. Kimlikni mushtala tekkizmay, bir ey bormasam, sen kimlikni surmabsan, nima ish qilding deyapti. Beni kimlikni sursam bilan malik mashinadan ovoz chiqdi, soqchi mashinasida chuv qiliblar. Mashinamni 3 kun haydamasam-mi, 3-chi kuni telefon qildi, sening mashinang apparatga tushmabdi. Sen nima ish qilding mashinani haydama. Deb yana
Hiç kandak talada iş faaliyetimiz yok. Kasten maşinayı haydap aparat nerede var? Nerede aparat olsa maşinayla aparat ötküzümüz karak. Bir yerde mesela chet eldeki Uygurlar şu sözlerini anlap durup mu yine Xitayga ümit bağlap yani şu vatanning ishi o'ngishilib qolarmi deb vatanning yerimi tugabdi sizning gapingizni qaraganda Uygurlar. Gap qilmang. U bek itinishli qishlajik. Hozir masalan Xitoy chegarini ichivyapsizmi hozir masalan Uygurlar kirdi deyli. Yani biz san kengchilik qildik degan taqdirdami shu Xitoyning quchqig'i tushadi ekanmizda. Voy manda gap taqima ama gapni degan to'g'ri bir ishim keldi. Pasportlarning hammasini kimda pasport bor bo'lsa masalan hukumat yig'ib oldi. O pasportlarning hammasini to'rdan o'chiribdi. Birmi Uyg'urning pasporti to'rda yo'q. Biz pasportni men shunchalik mashqaytanni kesal ig'ir cho'ng operatsiya qildi, ammo deganda qilib bolalarni ta'tiliga to'g'rilab, hatto mangdiga vaqtimda bir Xitoyni sen pasportga yo'lmayotsa, mayar bir xanzur bir ayol bor, o'pkirab, ashunga sen yordam qilishing kerak. O chaqda bizni sana sho'chidan seni xizmatga moslashganda pasportingni yo'lmay bermamdik, ammo deganda ma'qula nech pul bermasa 30 ming ko'y berdi. O'zi o'ylab bir hukumat bo'lgan 30 ming ko'y buni ashun rasman bor sizga vat bermay. Shu Xitoy 30 ming ko'y yordam qilgandan keyin men pasportimni ishlariga yo'llandim. Olaman deb. Bay berib Xudoyim burs 50 nechtal tamg'in urg'azdim ben pasportni erish uchun 50 nech yak berib pasport tamg'in urg'azdim. Urg'izib bu pasportni qo'lam olgan vaqtimda bu faqat pasportlam. Bu pasportni to'rda yo'q, sen yana to'rga kirgizishing kerak dedi qarab. Pasport qo'lamda turdi, uni yana osh nurg'un yo'llar orqali yana pasportni bir qator soqchixona sho'chi soqchixona go'nganji go'bo ashtaq yerlardan o'tkazib kelib pasportni qo'lamga olsam bu pasport hozir to'rda yo'q. Sen bu to'rga nim qilib kelsa bu qanday qilmaysan yana qaytadan yana soqchixona yana sho'chi yana u yana borgan ekan Urumchi shaharlik Goboniki shaharlik Gobo avtonom rayonlik Gobo degandek ashtaq yerlarda ondan keyin bu pasportni ichib berganki endi bu ichildimi sen ichibatdiq to'rdan dedi. İçibatgandan keyin yana buni bobyo qilsa soqchixonaga berdi. Bu bobyo degan nima ekan deb yana soqchixonaga bordim. Borsam yana Go'ngantingda 3 kun meni avar qildi. 3 kun meni ashu Go'ngantingning Urumchining Yamanliq tag'i degan bir tag'i bor. Shu tag'ning o'rtada bir tag'lardan mashina haydab ketyapman. Aşağıda bir shaxsiydek to'ralg'usidek bir eski 6 qavatli bir bino bor. Ash binoning ichida istlava shundan bir bekshi qo'rqinchli bir yolg'iz binoning ichida Go'ngantingning shu nimasi kev. İşxonasi. Aşağıya borsam gap so'rab siz nima ish qilib nima deb borsiz? Men dedim men Pokistonga bormay qaynatam mana men to'y qildim mana mening 3 bolam bor. Men operatsiya uchun bormay yo'lishimni deb ashla desam sizning shu chet elda tug'an bir Uyg'urni bo'lsa deb birsiz. Men Uyg'urni tanımayman Pokistonda. Hech kimni. Desam ya esingiz keling deb turib oldim. Esingiz keling. Bir Uyg'urni bo'lsa tanıysiz shuning ismini deb birsizmish ekan. Beni o'ylayapman bu demasam men Pokistonda hech qanday Uyg'urni tanımayman. Ağzımga kelganlar bir qizalbatdi burun bir chiqib ketgan qizalni uy Karachidimi osh qilib deblam ya qarasdan ağzımga u haqda tekshirib yurmagandikin deb. Aşındak soraydı ki qachon borasan, qachon kelsam, nechida borasan, aşağı borganda faqat Uyg'urlar bilan ko'rishmaysan. Uyg'urlarni bilan uchrashib qolsangmi, vatandagi hech qanday gapni demaysiz. Faqat vaziyat to'g'riliq gapirmaysiz degandek 3 kun meni atganda boraman yana jangalga, yana kechdi kelaman. Aytdi menga men degan kunisimi yana jangalni o'tirsin dedim. Atgan berib kechdi. Uchsizamsa o'zingizni bilib tahdid aralashmaga gap qilib, o'zingizni bilib hech qanday ichki ishlarni demay atrofdagilarga yaxshi hukumat sizning bu chet elga chiqqandan keyin sizningki bizning vaqtimiz oxiriga kelib qoldi. Inshaalloh endi bir ibodatga turimiz ham qarindoshlarni chaqiramiz. Sizning bu chet elga chiqqandan keyin besimga duch keldingiz, dadingiz o'ylab ketibdi. U yerga tahkammidik masalan. Bu chet eldagi besimlarga. Uni inshaalloh oldimiz zamonlarda yonini qilaylik. İnşallah. İki sualım var. Birisi yani iki tavsiyem değil. Birisi sualım olsun.
chet elda hozir qattiq munofiqlar ko'p. Bu Xitoymi hozir butun munofiqlarni chiqsili bo'lib 2020-yilda butun tashkilot va tashkilot boshliqlarini hujum qilish uchun, ya'ni bularga bir fitna fasod hammaga tang hujum qilish uchun hozir tarafdan baroqli qo'zg'aldi bu munofiqlar. Shu tor dunyosida pek emrab ketdi. Tushib hozir hamma yot qalayimqon qilib qolganlar shu munofiqlar. Bilmagan xalqimizmi, nadan xalqimizmi bularga biroz bilmaslikdan ergishib qilib, fitnaga ergishib ketayotganlar bor. Sizdan so'raydiganim, mushu gaplaringizni shu munofiqlar anglasa, bir ozroq ya mening urug' tuqqanlarim ashada. Men munofiq bo'lsammi, men ma gapni anglab, masalan Nurbekir bir munofiq deydik biz Nurbekirni. Keyin Xitoy buni tutdi. Tutgandan keyin ba'zilar o'ylab qoldi, men shunda o'ylab qoldim, shu Xitoy Nurbekirga biz Uyg'urlarni qirib tugitimiz. Sen mashsizsa degan bo'lsa, Nurbekir ashada u munofiq. Bu men bunaqa maslashmayman deganmidi. Shuning bilan Xitoy qarlab akir ketganmi deb mendam o'ylab qolaman-ku men. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Mendam o'ylab qolamanki, chet eldagi bu munofiqlar mush gapingizni anglagandan keyin bunda bir o'ylab qolamdiganda sizcha? Bir ya bu Xitoy bizni biz munofiq bo'lsaqmi bizni yevitdi ekan bu Xitoy. Bizni yo'qdi ekan. Yoki bular Nurbekirga qilmagan yerda, bilammi? Ay Nurbekirdek munofiqlarning Nurbekirga rayim qilmagan yerda, hay bizdan u yerga akir kutayotgan Nurbekir emas. Avtonom rayonlik Go'nganting deymiz qan deyman. Pasport ko'targanlar hammasi. Go'ngantingning boshliqlari, soqchi, doktor, shoir, direktor, do'kon alqi, so'l saroy ochganlarning hammasi bu birmi Uyg'urni rahim qilib ma'vu nimika ma boshliqkan to'q yama mundakan to'q demay. Hech qandaq insonga rahim qilmaydi Xitoy. Men bilaman. Burunga o'xshash, buruq mezgillarni qilgan Xitoy to'xtab qolmaydi. Burunda da quvvatli askari Uyg'urlar. Sizning og'zingizdan shunga bir javob olmoqchiman. Ya'ni abay dedingiz, har qanday bir Uyg'ur hayvonlar bo'lmasa medilish kerak, sharat qilib bo'lsin muhtaramli dedingiz. Men bu gapingizdan bek ta'sirlandim. Mush munofiqligini nima deysiz? Ya'ni bularning bir tavsiyangiz bormi? Chunki hozir bizni bek qalayimqon qilib o'tib bordi. Bu bizning temamizga munosabatsiz, ammo sizning og'zingizdan bir anlab bakay. Bular bir tövbe qilish ehtimoli bormidi? Men hozir mushu chetaldagi mushu umid kutib yoki Xitoyga yana bir tökt qo'shib bizniki ishlarimiz mush munofiqlik deydigan gapiman deb gapni o'chig'i. Cho'pini ichganmi o'g'ri, suyini ichganmi o'g'ri. Sen Uyg'urlar bo'ldi ekansiz, siz mangu burunqi Uyg'urlar boshqa Uyg'urlar kechirayotgan kunni sizningmi beshingizga keladi 100%. 100%. Uyg'ur bo'ldi, sen Xitoydan dashnamangni eshitmay, Xitoyning ostidagi qurt kabi ashundaq bo'lmay ilojing yo'q. Shuning uchun har qanday inson o'rnidan dast turish kerak, o'rnidan turish kerak. Uyg'ur bo'ldi ekansan, o'rningizdan dast turish kerak. Xitoydan umid kutmaslik kerak. Mush programmani ko'rgan munofiqlar dast qilib qo'g'itlik, sen o'zingga bir tadbir qo'llanishing kerak. Mush programmani ko'rgan munofiqlar bir o'yinni qilinglar. Sizlar o'yinni qilinglar deymiz. Men sizdan javobni oldim, Alloh razı olsun. Mening bir tavsiyam bor. Bugun men biroz ko'nglim buzildi. Ba'zi gap so'zlarni anglab haqiqatan nim bo'ldim. Albatta sizning ko'nglingiz buzildi, ammo shuna bo'lsa yana nim qildingiz. Fidokorlik ko'rsatib meni. Albatta oldin programmalarimda sen yig'ilg'ashqa ba'zan gaplarim o'zim tutib ololmay yig'ilgan vaqtlarimda bir xil gap so'zim aniq chiqmay qolibdi. Shu bugun men pek o'zimni tutib oldim. Pek o'zimni tutib olib turib, bo'ldi nim bo'lsam ichimda bo'lay, lekin xalqimga mush ishlarni o'zimniki aniq ovozim bilan aniq ifodalab beray deb bugun men o'zimni pek tutib oldim. Lekin keyingi programmalarimda Xudoyim bo'lsa, Alloh razı olsun. Ig'riq bo'lib endi ig'riq masalalarni deb berman, ham rasmlar bilan aka isbotlarim bilan deb berman. O'chaqda cho'qib yana ko'nglim yerim bo'lishi mumkin. Bugun yirik savollar bo'ldi. Endi bundan keyingi programmamizdagi savollaringiz menimcha balki men unga javob berish jarayonida o'zimni bosolmaydigan hattoki shunchalik echinishli ishlar borki, ularni deyish jarayonida men o'zimni tutib ololmaydigan ahvollarim bo'lib qolishi mumkin. Meni to'yinchilik bilan kechiringlar. Bugun gaplarda izzat yoki bo'lmasa
Xata gap qolgan yerim bo'lsa meni kechiringlar lekin Allah fokusuna meylen. deydigan gaplarim qilichiq bugungi kechini hargiz bika Xudoyim bo'lsa Alloh ibodat qilib vatanimizning ozodligi uchun ya Uyg'urlarimizningki erkin yashashi uchun Xitoylarga bedduoni berishinglar uchun qo'linglardan kelishdi duolarni aymag'aysizlar. Hammanglarga ko'p rahmat. Rahmat sizga. İnşallah aldığımız zamanla yana programı qilamiz. Aziz qarindoshlar, men bugun biroz bu so'zlarni anglab o'zimdan biroz nomus qildim. Men sizlarga bir narsa tavsiya qilaman. 3 yillik shu naq maydon Facebook naq maydon kanalini ichish jarayonimda tunji qitim bir jig'iz gapni qilaman. Mush programmani ham bahrilamasanglar, taqatmasanglar men sizlarga rozi emas. Hech qanday sizni qo'llaymiz, sizga duo qilamiz, sizdan duo qilamiz, tashviqotni manda qilamiz deganlarning hammasi ve bütün qarindosh Uyg'urlar bo'lsa, mush hemşehrimizning mushu Zumrat xonimninki sözünü bütün dünyadagi Uyg'urga bo'lib O'rta Osiyodagi 1.500.000 vijdonli Uyg'urlarga vijdonliq deb turayım, vijdonsiz desek ochiq gap qilmasin. Vijdonli Uyg'urlarga anglitishinglarni bo'lsa Ruschaga, Xitoychaga, Turkchaga, Arabchaga, Inglizchaga tercüme qilib inşallah bundan keyingi zamonlarda bu to'g'risida siz bilan programmalarni tüzeyimiz Allah xalisi başka tillarda. En mühimi şu avval özümüz uyganmasak başka millet qandaq uygundu. Biz uygangaçqa başqalar uygunamadı. Bunun için şu programmani hem bahrilamasanglar, men razı olmayman hech qasinglardan. Sizlar menda razı olmasanglar mayli, ammo aziz qarindoshlar, bizning yüz xotira qildigan vaqtimiz o'tib ketdi. İnşallah hammaylar birlikda, barobarlikda bir-birimizni kechirib, Zumrat xonim Aposorg'adek bir ish qilmadi aslında. Mening bu gapim qattiqdek ketgan bo'lsam, qabulmay turasizlar hozirlikcha. Bütün dünya ovozimizni anglatish uchun inshaalloh bu şekilde xizmat qilamiz. Alloh xolsa oldimiz zamonlarda yana fikran ustida bo'lamiz. Hammangni Alloh topshirsin. Bugun bu qadr kechasi munosabati bilan Abay bir qarindoshimiz Facebookga yozibdi. Bugungi ba'zi alomatlardan qaragan vaqtida qadr kechasi bo'lib qolish ehtimoli bor degan so'zlar bo'libdi. Endi oxirgi 20-kunida oxirgi 20dan 30'gacha 10 gün içinde bu kadar keçisi 100 berdi, mutlaka 100 berdi. Bir keçi biz şu keçi bedar bolsak, uxlamagan bolsak 83 yıllık ibadetke erişken bolamiz inşallah bir ömür. Onundan başka duayımız icabet olup qalsa aç xalqimizin zulmünden qutuluşuga biz sebepçi bolgan bolamiz. Hiç bolmagan dua qilishmi qo'limizdan kelishi lazım inşallah. Bu keçini bedar qilib o'tkazaylik, hatto ki erta, ögün, indin bu 3 gün inşallah uxlamaslikqa meydan terishaylik. İbadet bilen, dua bilen ötüşkin Allah bizi nasip kılsın. Rahmet sizge Zumrat Hanım. Buldum. Siz köp rahmet. Allah'a emanet. Allah'a Xudayimga emanet. Hammanla Allah'a tapşırdık. Yani bir kıtımlık. Sayfamızda Xudayim olsa texmo ağır meseleler var dep berdigan. Kiler sana görüşürüz. İnşallah. Allah razı olsun. Rahmet sizge.